Ko'pincha holatlarda sizni qaysi joyingiz bezovta qilayotgan bo'lsa, muammo o'sha joyda degani emasda. Iloji boricha dori-darmonlasiz. Yo'q, ta'sir qiladi, vaqtincha ta'sir qiladi. Xuddi simptomatik davoga o'xshab. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim, kerakli informatsiyalarni beraylik va odamlarga foyda keltiraylik. Assalomu alaykum. Doktor Burxonov YouTube kanaliga intervyu shaklida olish uchun bu yerga yig'ildik. Keling, kuzatuvchilarimizga o'zingizni yaqindan tanishtirib olsak. Men doktor Burxonov Abbos Bositovich, Toshkent pediatriya tibbiyot institutini bakalavr yo'nalishini tugatganman. Undan keyin respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida ordinatura yo'nalishini tugatib, Sankt-Peterburg shahrida girodoterapiyani, ya'ni zuluk bilan davolashni ilmiy metodikasini o'rganib kelganmiz va Moskva shahrida Agulov Aleksandr Timofeyevich akademiyalarida visceral terapiya yo'nalishi bo'yicha malaka oshirib kelganmiz va Toshkentda hozir bir 5 yildan beri shu soha bo'yicha faoliyatimizni olib kelyapmiz. Iloji boricha dori-darmonlasiz kasallikni sababiga ta'sir qilib, ya'ni organizmni sog'ayishiga ta'sir qilib turgan sabablarni yo'qotib, kasallikka shifo berib kelyapmiz. Hozirgi kunda faoliyatingizga deyarli 5 yil bo'lgan. 5 yildan beri ishlayapmiz. Mana shu 5 yil ichida qadriyatlaringizga hech qanday dori-darmonlarsiz, o'sha jarrohlik amaliyotlarsiz imkon qadar salomatlikka erishish yo'lini targ'ib qilasiz desak bo'ladi. Umuman olganda inson qay holatlarda kasallanadi deb o'ylaysiz? Mana shuncha yil tajribangizdan kelib chiqqan holatda javob bersangiz. Juda ham ko'p kasalliklarning tagida bu stress yotadi. Ya'ni kunlik va yig'ilib boradigan stresslar, bora-bora yig'ilib ichki organlarda ham gormonal fonni buzadi, ham qon tomirlarini faoliyatini buzib qo'yadi, qon aylanishiga ta'sir qiladi. Girodoterapiyani, ya'ni zuluk bilan davolashni O'zbekistonda ko'pincha o'rta tibbiyot xodimlari yoki umuman tibbiyotga aloqasi yo'q odamlar foydalanadi bundan. Ilmiy darajada emas. Bizani o'rganib, ya'ni O'zbekistonga olib kelgan metodikamiz bu ilmiy tasdiqlangan metodika hisoblanadi. 30 yildan oshiq vaqt davomida 15 dan oshiq kashfiyotlar qilingan zuluk bo'yicha va bir necha mingdan ziyod bemorlarda bu narsa ko'rilgan va o'zini natijasini bergan. Ko'pincha O'zbekiston sharoitida ruscha qilib aytadigan bo'lsak, stav где болит degan prinsipda ishlashadi. Ya'ni qaysi joyingiz, masalan, boshingiz og'riyaptimi, boshingizga zuluk qo'yiladi. Oyog'ingiz og'riyaptimi, oyog'ingizga zuluk qo'yiladi. Masalan, Haqiqatan ham shifo topib ketgan insonlar ham bor? Yo'q, ta'sir qiladi, vaqtincha ta'sir qiladi. Xuddi simptomatik davoga o'xshab, vaqtincha og'riqni oladi, vaqtincha davleniyani tushirishi mumkin, qon bosimini. U narsa kasallikni sababi bilan ishlanmaganligi uchun vaqti keladi, yana ozgina vaqtdan keyin yana sizni bezovta qilishni boshlaydi. Bizani aytayotgan metodikamiz bo'lsa, bu kasallikni sababiga ta'sir qiladi va ko'pincha holatlarda sizni qaysi joyingiz bezovta qilayotgan bo'lsa, muammo o'sha joyda degani emasda. Masalan, boshingiz og'riyaptimi? Muammo boshingizda emas. Balkim davleningiz oshgandir, shuni hisobigadir. Balkim cherepnoy davleningiz oshgandir. Balkim o't qopingizda muammo bor, spazm berayotgandir, shuni hisobiga boshda og'riq berayotgandir. Shu balkim demak, yolg'onchi sabablar, simptomlari sifatida ko'rsak bo'ladi. Yolg'onchi simptomlar degan bo'ladi. Bizning metodika bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, imенно o'sha sababni topib turib, o'shani davolanadi. Shuni hisobiga qolgan belgilar o'z-o'zidan yo'qoladi. Demak, sizni yo'nalishingiz bo'yicha qanday davolash ishlari olib borish kerak? Ya'ni zuluk orqali aynan kasallikning sababiga qay yo'l bilan siz ta'sir o'tkaza olasiz? Birinchi o'rinda diagnostika qilinadi. Ya'ni tekshiriladi. Bemor aytayotgan shikoyatlari uni qaysi organida shikoyatlarligi topiladi. Ya'ni bu pochkani hisobiga beryaptimi, buyrakni yoki jigarni hisobiga yoki qon quyilib qolganini hisobiga. Shunga qarab turib, diagnoz qo'yilgandan keyin o'zini belgilangan nuqtalari bor, shu nuqtalarga zuluk qo'yiladi. Zulukda soni muhim emas, zulukda qo'yiladigan tochkasi muhim. Ya'ni ko'p zuluk qo'yish shart emas.
bir donadan bo'lsa ham qo'ysa bo'ladi, uni faqatgina o'sha tochkasiga qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni 10 ta zulukni bir kunda bitta olish mumkin. Bitta protsedurada. 10 ta zulukni 10 kunga bo'lib olsa bo'ladi. Bu ikkalasini effekti har xil bo'ladi. Nimaga? Chunki shunaqa tochkalar bor organizmda. Bitta o'sha tochkaga bitta dona zuluk qo'ysangiz, boshqa tochkaga 10 ta 15 ta zuluk qo'ygandan ko'ra effekti ko'proq bo'ladi. Shuni kengroq qilib aytib bera olasizmi? Aynan u nuqta orqali qaysi organlarga ta'sir o'tkazishi mumkin? Butun organizmga ta'sir qilishingiz mumkin. Masalan, u tochka orqali bosh miyaga ta'sir qilishingiz mumkin, yurakka ta'sir qilishingiz mumkin. Odamlar masalan jigariga ta'sir qilishingiz mumkin. Ya'ni u zonada hamma ichki organlarning tochkalari joylashgan. Nuqtalari, o'sha nuqtalarga qo'yish orqali boshqa organlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishingiz mumkin. Keyin ko'pincha bizada yosh bolalarga va ayollarga, ya'ni homilador ayollarga zuluk qo'yishga ko'pchilik qo'rqadi. Bu bizning metodika orqali 2 haftalik chaqaloqdan boshlab zuluk qo'yamiz. Nimaga? Nimaga degan savol tug'iladi. Ya'ni u sog'lom bola bo'lishi mumkin, kasal bola bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Homilani nazarda tutasiz. Yo'q, tug'ilgan bolada. Homilaga alohida to'xtalamiz hali. Tug'ildi bola, 2 haftalik chaqaloq. Sog'lom bo'lsa ham qo'yganingiz yaxshi. Kasal bo'lsa, masalan, hozirgi vaqtda unga bir nechta sabablar bor. Ayniqsa bolalarda orqaga qolish, ya'ni ZPR, DTP degan kasalliklar ko'payib ketyapti borgan sari. Endi bu hammasi nevrologik kasalliklar. Zulukni bo'lsa neyrotrofitskiy faktori aniqlangan. Ya'ni nerv hujayralarini qayta tiklaydi. Demak, nerv tolalarini zuluk orqali qayta tiklasa bo'ladi. Ayniqsa bu yosh, qancha organizm yosh bo'lsa, shuncha effekti yaxshiroq bo'ladi o'suvchi organizmda. Shuning uchun 2 haftalik chaqaloqdan boshlab zuluk qo'ysa bo'ladi. Shunda qaysi jarayon orqali ularga ta'sir o'tkaza oladi? Bu nevrologik sistema-ku. Jarayon deganingizda mana zuluk bir donadan zuluk qo'yiladi. Ya'ni bolani gemoglobinini va boshqa analizlarini tekshirgan holatda bir donadan zuluk qo'yiladi. Har 10 ta yoki 15 ta zuluk olgan paytda uni analizini tekshirib turish kerak bo'ladi. Ya'ni qonni kamayib ketishi kerak emas. Zulukning so'lagida shunaqangi moddalar bor, 500 dan oshiq fermenti bor. U 500 dan oshig'ini birdaniga hammasini chiqarmaydi. Zuluk o'z nomi bilan tabib deyshadi. Ya'ni sizga hozir bitta zuluk qo'yib, menga bitta zuluk qo'yadigan bo'lsak, sizga boshqacha ferment chiqaradi, menga boshqacha ferment chiqaradi. Sababi u o'zi aniqlaydi. Organizmga nima yetishmayotganiga qarab turib, o'sha fermentini ishlab chiqarish boshlaydi. Va yosh bolalarga bo'lsa, imенно o'sha nevrologik sistemasiga, nerv sistemasini o'stiruvchi fermentlari bor. O'sha fermentlarni ishlab chiqarishni boshlaydi. Shunda u qon orqali ta'sir o'tkazadi. Qon orqali, ya'ni o'sha so'lagini berish orqali va u narsani regular, doimiy takrorlab kelish orqali mana shu bolalardagi nevrologik kasalliklarga ham ta'sir qilsa bo'ladi, davolasa bo'ladi. U butunlay davolanib ketish imkoniyati bormi ularda? Bor, holatdan kelib chiqib turib bor. Undan tashqari zuluk shunaqa narsaki, ya'ni o'smay qolgan organlarni ham o'stirish xususiyatiga ega. Nima uchun bo'lmasa shu darajada imkoniyatlari ko'p ekanki, lekin bizani mamlakatimizda deymiz, tibbiyotda deymiz, u qadar urg'u berilmagan yoki shu orqali shifo topish uchun harakat qilinmagan deb o'ylaysiz? Endi ilmiy darajada bu narsa o'rganilmagan deb hisoblayman bu narsani. Bizda O'zbekistonda shuni hisobiga. Shuni hisobiga. Asosan, ya'ni katta bir tadqiqotlar o'tkazilmagan-da buni ustida. Lekin bu narsa shunaqangi effektlari borki, biz hayron qoladigan darajada effekt beradi organizmga. Faqat uni to'g'ri foydalanishni bilish kerak va
nima deydi? Regularность deydi-yu. Doimiy. Doimiy shu narsani takrorlab turish kerak bo'ladi. Demak, u bir-biriga uzviy bog'liq. Takrorlanmasa, u demak kasallik avj olib ketish ehtimoli bor shunda. Tasavvur qiling, bitta zulukni o'zi 500 dan oshiq fermentni ishlab chiqaradi. Bu bitta katta biofabrika desangiz bo'ladi. Lekin bunaqa biofabrika haligacha hech qayerda 500 dan oshiq dori ishlab chiqaradigan biofabrika hali yo'qda. Bitta zulukka o'zi shu darajada organizmga ta'sir qila oladi. Shunda Ya'ni zuluk har bir inson onani qornida bo'lganida 23-24 kunligida zuluk ko'rinishidan o'tadi. Ya'ni bu ilmiy isbotlangan. bu ilmiy isbotlangan. Ya'ni Qur'onda shunaqa sura bor. Mo'min surasi 23-oyat edi, adashmayotgan bo'lsam, insonni allaqadan yaratdik deb kelgan oyat bor. Nimaga allaqa so'zi ishlatilgan deyilganda, bu yerda allaqa so'zini ingliz tiliga tarjima qilganda 3 xil ma'noni berar ekan. 3 xil ma'noni bittasi qon laxtasi degani. Ikkinchi ma'nosi zuluk ma'no, uchinchisi osilib turuvchi degan ma'noni berar ekan. Ya'ni uchalasi bir-biridan bir-biriga o'xshamagan 3 xil ma'no beradi. Farqlanadi. Agar buni ko'radigan bo'lsak, ya'ni erkakni hujayrasi spermatozoid borib urug' tuxum hujayraga qo'shilgandan keyin bachadonga yopishgan holatida qon laxtasi ko'rinishda bo'lar ekan. 23-25 kunligida zuluk ko'rinishda bo'lar ekan. Hattoki rentgen snimkalari ham o'xshash bo'ladi. O'sha paytdagi homila bilan zulukni ko'rsatadigan bo'lsak, birga bir o'xshash bo'lar ekan. Osilib turuvchi degan ma'no unda nimadan desangiz, osilib turuvchi degan ma'no siz homila onani qornida kindik yordami orqali osilib turadi. Ya'ni allaqa so'zini ingliz tiliga tarjima qilganda mana shu ma'noni berar ekan. Mo'jiza. Bir mo'jiza. Qur'onda bir bekitilgan mo'jizalardan bittasi bu. Shunda zuluklarni ham har xil turlari bormi? Zulukni 600 xildan oshiq turi bor. Faqatgina giroda meditsinalis deydi, ya'ni tibbiyot zulugi bor. O'sha tibbiyot zulugini ishlatsa bo'ladi. Sababi qolgan zuluklarda o'zidan beradigan fermenti yo'q. Ya'ni organizmdan qon so'rishi mumkin, lekin o'zidan hech qanaqa ferment ishlab chiqarmaydi. Tibbiyot zulugi bo'lsa, o'zidan shu boyaga aytganimiz 500 dan oshiq ferment ishlab chiqaradi. Lekin u zuluklar hozir qizil kitobga kiritilgan, tabiiy holatda uchramaydi. Demak, topish qiyin. Topolmaysiz u narsani. Ya'ni ekologiyani hisobiga bu narsa yo'qolib ketgan. Hozirgi vaqtda sun'iy ko'paytiriladi. Biofabrikalarda ko'paytiriladi Va bizda bormi? Bizga ham bor olib kirishadi. Biz o'zimizda ham yetishtirishyapti deb eshitdim. Juda ham yaxshi. Ayollar salomatligiga oid bo'lgan bir savol bilan murojaat qilsam sizga. Bu ham bo'lsa bevosita aynan ayollar bachadoniga qo'yish hozir urfga aylangan yokida yuz kosmetologik bir jarayonlarga, protseduralarga bu zuluklardan foydalanish qanchalik to'g'ri deb hisoblaysiz? Va foydalansa haqiqatdan ham foydasi bo'ladimi? Haqiqatda foydasi bo'ladi, chunki zulukni o'sha boyagi fermentlarning tarkibida gialuron kislotasi ham ishlab chiqariladi. Ko'pchilik ayollar zuluk olish jarayonida shu terisini, yuz terisini yaxshilanganini aytib kelishadi bizga. Yani yuzga qo'ymagan holatda ham yuzi terisida o'zgarishlar bo'lganini, yuz tiniqlashganini yoki terisida yumshash, ya'ni elastikligi oshganini aytib kelishadi. Moskvada men ko'rganimda hattoki yuzi o'ziga qo'yiladigan zuluklar bor. Ya'ni nima desa bo'ladi? Razmeri kichkinaroq bo'ladi, u narsani hajmi kichkina bo'ladi va yuzi o'ziga to'g'ridan to'g'ri qo'yilib kosmetologiyada ishlatiladi zuluklar. Demak, bu yo'nalishni oqlaysiz. Tabiiy yo'nalishlardan bittasi. Faqat uni ham to'g'ri qo'yishni bilish kerak bo'ladi. Chunki zulukda ham xuddi
ari chaqqanga o'xshab reaksiya berishi mumkin organizmda, chunki bu organizmga yot begona oqsil hisoblanadi. O'zini fermentini chiqarganda organizmda unga nisbatan reaksiya bo'lishi kerak emas. Oldin uni, ya'ni adaptatsiya jarayoni deyiladi, o'rgatish jarayoni, organizmga o'rgatib bo'lib, keyin to'laqonli foydalansa bo'ladi. Qancha vaqt mobaynida o'sha Rossiyada o'qidingiz, adashmasam. Rossiyada gerodoterapiya yo'nalishi bo'yicha bilim olgansiz, tahsil olgansiz va sizga tibbiyotda ochilish bo'lgan nuqtalar haqida so'zlab bersangiz. Endi orada biz borib malakamizni oshirib kelib turamiz. Bo'yicha onlayn darslar ham bo'lib turadi. Hozirgacha o'zimizni Telegram gruppalarimiz bor, muhokamalar bo'ladi, o'tda har xil kasalliklarni ustozlarimiz bilan muhokama qilamiz. Shu joyda burilish nuqtasi haqida savol bersam, nima uchun kardiologiya yo'nalishini tamomlab, aynan gerodoterapiya bo'yicha tahsil olishni lozim topdingiz? Bunga bir nechta sabablar bor. Bir nechta sabablar, ya'ni kardiologiya yo'nalishidan ya'ni tabiiy yo'lga o'tganimiz sababi, masalan, oddiy bitta dori bilan tushuntirib beraman. Ya'ni zamonaviy tibbiyot zo'r, faqatgina ekstreniy pomishga zo'r. Tez tibbiy yordamga zo'r ta'sir qiladi. Ya'ni tez tibbiy yordam berish uchun zamonaviy meditsinadan boshqasiga yaqinlashmasangiz ham bo'ladi. Lekin kasalliklarni, ya'ni xronik kasalliklar bo'ladi-ku, ya'ni surunkali kasalliklarni zamonaviy meditsina davolamaydi. Masalan, bunga bitta misol, qon bosimi, arterial qon bosimini oshishi. Xalq tilida davleniya deyiladi. Bitta dona odamni ko'rganmisiz shu paytgacha? Men shu aptekadan shu dorini oldim, doktor yozgan shu dorini oldim va shu dorini ichib, mana shu doridan men davleniyamdan butunlay xalos bo'ldim, tuzalib ketdim degan odamni eshitganmisiz? Shaxsan o'zim eshitmagan. Eshitmaysiz, eshitmagansiz ham. Bu yog'iga ham eshitmaysiz agar shu yo'nalishda ketadigan bo'lsa. Sababi, zamonaviy meditsina bu kasallikning sababini davolab o'tirmaydi. Faqatgina simptomni davolashga qaratadi. Ya'ni simptom bir nechta bo'lishi mumkin. Sabab ko'pincha bitta ikkita bo'ladi. Masalan, sizni davleningiz oshyapti. Xo'p. Davleningiz nimani hisobiga? Pochkangizni, ya'ni buyragingizni yaxshi ishlamayotgani hisobiga oshyapti. Oshyapti, nima qilasiz? Siz birinchi sezadigan narsangiz boshingiz og'rishni boshlaydi. Ko'ngil aynishi. Ko'ngil aynishi, bosh aylanishi, bosh og'rig'i. Birinchi qilinadigan ish, doktorga borganingizda davleningizni o'lchaydi. Davleningizni o'lchaydi, davleningiz baland. Va shunga qarab turib, sizga davleniya dori yoziladi. Magneziya qilish. Bittasi masalan gipotenziv dorilar deyiladi, antidepressantlar va antiagregant yoki antikoagulant, ya'ni qon suyultiruvchi, qonni yopishqoqligini oldini oluvchi dorilar yoziladi. Mana shu ikkita dorini siz butun umrga ichishni boshlaysiz. Butun umrga. Butun umrga. Ya'ni dori borki, ma'lum bir muddat ichishingiz kerak va u kasalligingizdan tuzalib, bu dorini to'xtatishingiz kerak. Bu fikringiz bilan, demak, dori ichishni umuman tavsiya qilmaysiz. Yo'q, dorini yillab yoki butun umr ichishga men qarshiman. Agar bu dorini siz butun umrga ichayotgan bo'lsangiz, demak u dori sizni tuzatayotgani yo'q. Ya'ni u faqatgina sizdagi belgilarni bekitib turibdi. O'sha belgini bekityapti. Sizni bo'lishi mumkin, masalan, bir kun dorini icha olmay qoldingiz, esingizdan chiqib qolishi mumkin yoki ololmadingiz, pulingiz qolmay qoldi, aptekadan topa olmadingiz. Nimadir sabab bo'lib ichmaganingizda o'sha kuni yana davleningiz oshishni boshlaydi. Xo'p, shunaqa ekan. Unda qanaqa chora ko'rishni tavsiya qilasiz? Ya'ni siz aytmoqchisizki, burilish nuqtasi aynan shu zamonaviy tibbiyotga asoslangan dori vositalaridan foydalanishni ma'qul ko'rmaysiz.
Yo'q, zamonaviy meditsina zo'r. Boyagi aytganimdek, bu reanimatsiya sharoitida yoki tez tibbiy yordam sharoitida zo'r. Lekin surunkali kasalliklarni butun umr davolab yurish bu zamonaviy meditsinani qiladigan ish emasda. Bunda o'sha tabobatga qarashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tabobatda bo'lsa, bu kasallikning sababi bilan shug'ullaniladi. Masalan, sizda o'striy infarkt ketyapti yoki o'striy insult ketyapti. Xo'p. Yoki gipertonik kriz ketyapti-da. Bunda siz tabobatga borib, men damlamani ichishim kerak deb o'tirmaysiz. Bunda o'zi tez shifokorga boramiz. Tez harakat qilish kerak bo'ladi. Tez davleniyani tushirish kerak, tez insultni, infarktga oldini olish kerak bo'ladi-da. Bunda zo'r, bunga yetadigani yo'q zamonaviy meditsina. Lekin bu yerdan o'sha ya'ni holatni yaxshilab oldingiz, stabil holatga olib kelib oldingiz. Bo'ldi. Больницаdan chiqqaningizdan keyin bu yog'iga to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzini olib borish, agar yomon odatlar bo'lsa, ichish, chekish, shunga o'xshash yana boshqa odatlar bo'ladigan bo'lsa, ularni bartaraf qilish va tabobat bilan shug'ullanish. Ana unda siz sog'ayishni boshlaysiz. Ya'ni kasalligingizni sababini tuzatgan bo'lasiz. Shunda siz kardiologiyadan bu yoqqa o'tishingizni asl mohiyati va sababi kasallikni sababini davolamayotganimiz uchun sababni davolash maqsadida o'tganmiz bu yo'nalishga. zo'r. Qachon anglagansiz aynan sababini davolamayotganingizni? Eng o'sha burilish nuqtasi shu yerda. Shuning uchun ham shu savolni beryapman. Bunga o'sha institut yanaqada kardiologiya markazida ordinatura yo'nalishini o'qib yurgan paytlarimizda bemorlarni kuzatish jarayonida aniqlaganman. Ya'ni tushunganmiz bu narsani va undan tashqari uyda o'zimni onamlarda bir nevrologik kasallik rivojlangan, ya'ni migren deb tashxis qo'yilgan. Va o'sha migren bo'lganlaridan keyin men ularni 2 yildan oshiq nevropatolog ko'rigida olib yurgansiz. Olib yurganmiz va zamonaviy meditsina bo'yicha davolab ko'rganmiz 2 yil mobaynida. Va borgan sari kasallik avjiga chiqqan. Masalan, boshida nevropatologga borib, dori yozdirib, ya'ni 10 kun uyda rejim qilib o'zim qaraganman. Bir 10 xildan oshiq dori, ukol kapelnitsalarni quyib bilganmiz va o'sha lekin shifo topolmagan. Yo'q, yaxshi bo'lganda u 6 oygacha yetgan. 6 oydan keyin yana shu holatga qaytib kelganmiz. Ya'ni har gal qilganda 6 oydan 5 oyga, keyin 4 oyga, keyin 3 oyga dorilarni kuchi tushish, ya'ni organizm o'sha o'rganish boshlagan bu narsaga. Oxiri shu darajaga yetib kelganki, dori ta'sir qilmay qolgan. Shu darajada kuchli boshda og'riq bo'lardi, dori ta'sir qilmay qolgan va o'sha joyda tushunib yetganmanki, demak zamonaviy meditsina bu bilan shug'ullansa, sababiga ta'sir qilmayapmiz biz faqatgina vaqt yo'qotyapmiz va sog'liqlari borgan sari yomonlashyapti. Ana shu narsani tushunib yetgandan keyin boshqa yo'nalishlarni qidirishni boshlaganmiz va shu vaqtda o'rganib, ya'ni zuluk gerudoterapiya yo'nalishini o'rganishga qaror qilganmiz va shu orqali onamlarda yaxshi natija olganman. Onamlar shu migrendan oddiy zuluk yo'nalishi orqali, ya'ni gerudoterapiya yo'nalishi orqali tuzalganlaridan keyin bunga yana ham ixlos tushib, shu yo'nalishga o'tib ketganmiz. Juda ham yaxshi, zo'r. Ya'ni bu bo'yicha hadislarda ham kelgan ekan, ya'ni qon oldirib turish masalasi bo'yicha nimagaligini bilmayman, lekin zamonaviy meditsinada shu qon oldirib turish degan narsa yo'q. Ya'ni bunga skeptik qaraladi. Ya'ni bu yo'q narsa. Ya'ni eskilik sarqitidek qaraladi, lekin qon oldirib turish orqali agar odam har yili kamida 2 marta qon oldirib turadigan bo'lsa organizmdan juda ko'p kasalliklarning oldini olsa bo'ladi. Qon oldirib turish deganingiz bu zuluk qo'yish yoki hijoma? Zuluk qo'yish yoki hijoma.
Keling, shu o'rinda savol tug'iladi. Siz qaysi birini ko'proq xohlaysiz? Zuluk qo'yish foydaliroqmi yokida hijoma qilishmi? Yo'q, ikkalasi ham yaxshi, agar joyiga qarab. Ya'ni zulukda shunaqa narsaki, u qon olishdan tashqari o'zini so'lagini beradi. Ya'ni zuluk bilan hijomani bir-biriga tenglashtirish o'zi noto'g'ri narsa. Hijomani o'zini o'rni bor, zulukka o'zini o'rni bor. Ikkalasini ham agar holatdan kelib chiqib turib tavsiya qilaveramiz. Lekin effekti bo'yicha zulukning effekti ko'proq bo'ladi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Endi qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmayman. Ayollarda hayz ko'rish tabiatan bor. Demak, bu muolajalarni siz faqat erkaklarga tavsiya qilasizmi yo'q? Yo'q, hammaga. Hammaga. Hammaga tavsiya. Baribir. Hozirgi kunda ayniqsa hammaga, hattoki yosh bolalarga ham. Nimaga? Sababi hozir ekologiya borgan sari yomonlashib ketyapti. Stress ko'p, kundan kunga ayniqsa shahar sharoitida kam harakatli ko'payib ketyapti borgan sari va yeb ichilayotgan mahsulotlar borgan sari sintetik, ya'ni organikdan chiqib ketyapti. Noorganik mahsulotlarga o'tib ketyapti. Shuni hisobiga qon quyilishi ko'payib ketgan. Demak, qon bilan bog'liq Qon kasalliklar. quyilishi ko'payib ketgan. Shuning uchun hozir ayollarga ham erkaklarga ham birdek hammaga tavsiya qilamiz. Statistika bo'yicha o'zi yurak qon tomir kasalliklarini statistikasini ko'radigan bo'lsangiz, erkaklar ayollarga nisbatan yurak qon tomir kasalligiga ancha oldin chalinadi. Ya'ni infarkt bo'lishi erkaklarda 40 dan keyin boshlanadigan bo'lsa, ayollarda bu har oy qon almashib turgani hisobiga, ya'ni organizmdan harom qon chiqib turgani hisobiga bu ko'pincha holatlarda agar bu yerda juda ham qattiq stress yoki yana boshqa sabablar bo'lmaydigan bo'lsa, asosan ayollarniki 60 yoshdan keyin. bir 55-60 dan keyin uchrasha boshlaydi. Xo'p, gerodoterapiyadan keyingi yo'nalishingiz bo'yicha bizni sharoitimizda qaysidir ma'noda yangilik hisoblangan visceral terapiya to'g'risida ko'pchilik u qadar jiddiy davolash usuli sifatida qarashmaydi. Keling, birinchi boshlanishiga shu haqida o'zi nima u? To'liqroq ma'lumot bersangiz. Visceral terapiya o'zi nima? Visceral terapiya degani bu visceral degani ya'ni qorin bo'shlig'i terapiyasi deganda. Ya'ni qorin bo'shlig'ini olib qaraydigan bo'lsak, hamma ichki organlar qorin bo'shlig'ida joylashgan. Ya'ni ichki organlarning holati sizni umumiy holatingizga ta'sir qiladi, to'g'ridan to'g'ri. Hatto yuzimizda ham, hatto yuzingizda ham, ko'zingizda ham, turishingizda ham, hammasida ichki organlarning o'zini vazifasi bor bajaradigan. Ichki organlar to'g'ridan to'g'ri sizni psixoemotsional holatingizga bog'liq. Masalan, psixosomatika degan yo'nalish bor. Psixosomatika degani sizni mana har kunlik o'zingizni holatingiz. Ya'ni ruhiy holatingiz. Ruhiy holatingiz sizni to'g'ridan to'g'ri ichki organlaringizga o'zini ta'sirini bermasdan qolmaydi. To'g'ri. Har kuni sizda masalan xafagarchiliklar bo'lsa, kechirilmagan gnev deydi-yu. Nima deydi? G'azab. Masalan, ichki yutadigan bo'lsangiz, borib sizda o'ttosh kasalliklari paydo bo'lish boshlaydi, masalan. Visceral terapiya bilan shug'ullanayotganimizga, gerodoterapiya, ya'ni tabiiy yo'lga o'tganimizga 5 yildan bo'ldi. Umumiy hisobda. Undan oldin zamonaviy meditsina bilan shug'ullanganmiz. Hozir bo'lsa bu asosan gerodoterapiya va visceral terapiya yo'nalishi bo'yicha ishlayapmiz. Mana shu yo'nalishingizda sizni yoningizga yechim izlab kelgan juda ham noodatiy desak bo'ladi, bemorlar juda ham ko'p va qaysi savollarga, qaysi kasalliklarga o'zingiz ham yechim topa oldim deb o'ylaysiz va mana shu haqida to'liq ma'lumot bersangiz. Endi unaqa kasallardan ko'p keladi bizga. Har kuni har xil kasal ko'ramiz, ya'ni har xil shikoyatli kasallarda, ya'ni bizning oldimizga masalan bir joyingiz og'rib qoldi va shu doktorga borishim kerak deb kelmaydi hech kim. Ya'ni hamma joyiga borib, oxiri hech kimdan ta'sir qilmagandan keyin oxirida bizdan najot kutib kelishadi, qo'pol aytganda.
shu metodikani ham bitta olib ko'ray deb kelishadi. Ko'pincha holatlarda shundan davo topib ketishadi. Chunki ruslarda bitta gap bor, любой simptom это spazm deydi. Simptom bu belgi. Bu belgi ichki organdagi qaysidir ichki organlarning qaysidir bitta organni spazmni hisobiga beradi. U narsani bizani yo'nalishimiz orqali topsa bo'ladi va davolasa bo'ladi. O'sha spazmni yechganimiz natijasida bemorda o'zgarish birinchi kunning o'zidan o'zgarish paydo bo'ladi. Shuni hisobiga keyin bir necha yillik bemorlar bo'lsa ham davo topib ketishadi. Aynan sizni yo'nalishingizga to'g'ri kelmaydigan bemorlar ham bo'ladimi? Ya'ni siz oldingizga davo, shifo izlab kelgan, lekin sizga to'g'ri kelmagan bemorlar. Bo'ladi. Unaqalarni o'sha konsultatsiya jarayonida tekshirganimizdan keyin aytamiz, siz bizani bemorimiz emassiz deb aytiladi birinchi kunning o'zida. Demak, ularni qabul qilmaysiz. Qabul qilmaymiz. Nimadan bilinadi? Ya'ni qorin bo'shlig'ini bosib ko'rganimizda hech qanaqa spazm bo'lmaydi. Ya'ni spazm yo'qki, unga viseral terapiya shart emas. Yo'q bo'lsa. Viseral terapiya qachon kerak bo'ladi? Qachonki qorinda spazm bo'lsa, og'riq bo'lsa ichki organlar, ana o'sha paytdagina kerak bo'ladi. Boshqa paytda uni viseral terapiya qilib, ya'ni to'chishning ichki organlarini massaji shart bo'lmaydi o'rtada. O'sha vaqtda aytamiz, siz bizani bemorimiz emassiz deyiladi va to'g'ri yo'nalish berib olishimiz mumkin. Lekin 90% agar undan oshiq holatlarda bizga kelayotgan bemorlar bizani bemorimiz bo'lib chiqishadi. Odatda chunki boya aytganimdek nima bo'ladi, birdaniga kelishmaydi bizga. Yillar o'tkazib kelishadi. Masalan, kasallik rivojlangandan keyin bir necha yil o'tib yoki bir necha oy o'tib bir nechta mutaxassisga borib davo topmagandan keyin oxirida kelishadi. Yana bitta narsa bor. Siz kasal bo'ldingizmi? Masalan, bir inson kasal bo'ldimi? Birinchi bo'lib qalbida kechirish kerak bo'lgan odamni qidirish kerak deyiladi. Ya'ni odam o'z-o'zidan hech qachon kasal bo'lmaydi, nimadir sabab bo'ladi u kasal bo'lishiga. Ko'pincha shu ruhiy holati unga ichki organlariga o'zini ta'sirini o'tkazadi. Va o'sha kasal bo'lganda birinchi bo'lib qalbidan kechirish kerak bo'lgan odam o'sha abidalarni, ya'ni yo'qotish kerak bo'ladi. Shuni hisobiga organizmda yengillik yetadi. Yana bitta gap bor, Gippokratning gapi. Kasalni davolashdan oldin deydi, so'rab ko'rchi, eski privichkalarini, ya'ni odatlarini to'xtatadimi yoki to'xtatmaydimi degan. Ya'ni shunaqa bir gap bor. Ya'ni siz bu yoqdan davolamoqchi bo'lasiz bemorni, lekin u kasal bo'lib keldi-ku, o'sha odatlarni to'xtatmagan. Yomon privichkalari bo'lsa, o'sha noto'g'ri ovqatlanishi bo'lsa, o'sha kam harakatli bo'lsa, siz bu yoqdan davolamoqchi bo'lasiz, u natija olmaysiz. Sababi kasallik o'zida o'zgarish xohishi yo'q. Birinchi bo'lib o'sha odatlarni to'g'irlash kerak bo'ladi, deymi? Ya'ni shu holatga olib kelgan shu buni odatlari, har kunlik privichkasi yoki uni xarakteri bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi kasallik birinchi bo'lib odamni fikrida, xayollarida deydi, o'shanda rivojlanadi. Undan keyin tanaga o'tadi. Ya'ni fikrlarni birinchi bo'lib odam xayollarini to'g'irlash kerak bo'ladi. Ya'ni Ibn Sinoning ham bir gapi bor, ruhni davolamasdan turib tanani davolay olmaysan deydi. Odam birinchi o'zini ruhiy holatini ishlash kerak bo'ladi. O'shan bilan birga tana bilan ishlash kerak bo'ladi. Va to'g'ri tushuntirish kerak bemorga. Ya'ni shu holati, shu xarakteri yoki shu odatlari uni shu ma'lum bir kasallikka olib kelyaptimi, demak, o'sha xarakterini to'g'irlamasdan turib, o'sha odatlarini to'g'irlamasdan turib, bu doktorlardan shifo topmaydi. Ya'ni doktorlar uni nima desa bo'ladi, bitta shilchoq bilan to'g'irlab qo'yolmaydi u narsani. Qanaqa harakat qilsa ham birinchi bo'lib 90% kasallikdan qutulish bemor o'zini qo'lida bo'ladi. Doktoriga bormasdan turib ham o'sha odatlarni to'g'irlab ancha-muncha shifo topgan odamlar borda.
Demak, bu odatlarga desak bo'ladi, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi, ya'ni sog'lom turmush tarzi deganda o'zi to'g'ri ovqatlanish kerak. Kam harakatlikni yo'qotish. Birinchi o'rinda harakat, ya'ni shunaqa gap bor, turib qolish kerak emasda. Masalan, harakatdamisiz, turdingizmi, turib qoldingizmi, o'tirgisi keladi. O'tirsangiz yotgisi keladi, yotsangiz uyqusi keladi-da. Shuning uchun ham har doim odam harakatda bo'lishi kerak. Qancha ko'p harakatda yursangiz, stressni ham tez yengasiz. O'z-o'zidan stressga tushib qolmaysiz. Qon aylanish, sirkulyatsiya yaxshi bo'lgani hisobiga kasalliklarni ham tez yengib o'tasiz. Hozir ayniqsa kam harakatli ko'payib ketgan, hamma narsa robotlashib ketyapti. Shuning hisobiga kasalliklar ham ko'payib ketyapti. Ya'ni yosharib ketyapti ko'p. Ayniqsa yurak qon tomir kasalliklari yosharib ketyapti. Shuning hisobiga aytamiz, biz har kuni kamida 10,000 qadam yurish kerak odam deymiz. 10,000 qadam yurish deganda ham ko'pchilik men o'zi ishim yurish bilan bog'liq, har kuni yuraman uni ish bilan deydi. U yurish stress yurishga kiradi. Ya'ni 10,000 qadam yurgani bilan birdaniga yurmaydi u narsani. Kun davomida yuradi. Masalan, bir joyga kiradi, ishini bitiradi, ozgina o'tiradi, yana chiqadi, yana yuradi. Shu bilan kun davomida yig'adi 10,000 qadam. Lekin 10,000 qadam yurish deganda birdaniga to'xtamasdan yurish tushuniladi-da. Oyog'ingizga bitta yaxshi krossovkani kiyasiz, yurish uchun mo'ljallangan va yurishga chiqasiz. 1 soat davomida tinmasdan, kamida 1 soat davomida to'xtamasdan yurasiz. Ana u bo'lsa, yurakka, ya'ni hamma ichki organlarga yaxshi ta'sir qiladi. Kasal bo'lsang tozalanayotgan bo'lasan degani. Hadislarda ham keladi-ku, masalan, qaysidir bir qilgan yaxshi yoki yomon amalingizga sizga qanaqadir bir mukofot yoki jazo beriladi. Shunga o'xshagan gap bo'lsa kerak-da, bu men tushunishim bo'yicha. Tozalanib, masalan, nimadir gunoh ish qildi, shunga nisbatan sizga bir gunoh berildi. Shuna hisobiga kasal bo'ldingiz masalan. Shunda bola ham uzviy bog'liqmi? Bolalar, farzandlar. To'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladi. Ayniqsa 7 yoshgacha ona bilan energetik bog'liq bo'ladi-ku. Ya'ni yosh bolalarning ko'p kasal bo'lishi onani ruhiy holatiga bog'liq bo'ladi. Ayniqsa 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda kasal bo'layotgan, birinchi bo'lib onasi bilan ishlash kerak bo'ladi. Onasining ruhiy holati to'g'ridan to'g'ri bolani kasallanishiga olib keladi. Sababi bolada 5-7 yoshgacha o'zini bipolar deydi-ku. O'sha bipolarsi, aurasi shakllanmagan bo'ladi. U onaniki bilan bog'liq bo'ladi. Onaning bipolasi bolaga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. O'shaning uchun bolalarning kasalliklari 5-7 yoshgacha bo'lgan bolalarning kasalliklarida birinchi bo'lib onaning psixoemotsional holatiga qaraladi. Va onani davolasa, bola o'z-o'zidan tuzalishi boshlaydi. Uzviy bog'liqda. G'azablanishdan kelib chiqar ekan bunaqa kasalliklar. Umuman g'azablanmaslikni tavsiya qilasizmi? Umuman qanday bu kasalliklarga yechim bera olasiz? Ya'ni sizni psixoemotsional holatingiz, ruhiy holatingiz to'g'ridan to'g'ri ichki organlarga ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi qanaqangi? Siz har kunlik asab buzishingiz yoki shu vaziyatlarni ichkiga tushishingiz, masalan, qabul qila olmaslik deyishimiz mumkin. Ya'ni qabul qila olmaslik, ko'ra olmaslik, qo'pol aytganda, nima deydi? Mana shu hammasi to'g'ridan to'g'ri ichki organingizda spazm chaqiradi. Spazm degani bu ichki organlaringiz tonusga tushishni boshlaydi. Shunaqa gap bor, hamma kasalliklar asabning hisobiga, nerv hisobiga kelib chiqadi. Nimaga? Sababi u nerv qon tomiri bilan yonma yuradi. Qon tomiri torayib qo'yadi va u borgan sari ichki organlarga qon kelishi kamayishni boshlaydi. Agar ko'radigan bo'lsangiz, qorin bo'shlig'i aslida o'zi yumshoq va og'riqsiz bo'lishi kerak. Normada shunaqa bo'lishi kerak. Hammada qorin bo'shlig'ini bosib ko'rib, ya'ni palpatsiya, perkussiya tekshiriladigan bo'lsa, normada qorin bo'shlig'i yumshoq, og'riqsiz, hech qaysi zonasida hech qanaqa og'riq bo'lishi kerak emasda. Agar o'sha joyda bosganda spazm bo'lsa, ya'ni spazm bor joyda har doim og'riq bo'ladi va spazm bor joyda har doim qon aylanishi buzilgan bo'ladi. Hamma kasallikning tegida, asnosida o'sha organda qon aylanishning buzilishi yotadi.
Masalan, infarktga olib qaraydigan bo'lsak, yurakni miyokard to'qimalarida qon aylanishi buziladi, shuni hisobiga 100% bekilgandan keyin infarkt kelib chiqadi. Insultni olib qaraydigan bo'lsak, insultda masalan ikki xili bor. Gemorragik va ishemik. Ya'ni gemorragikda qon tomiri yoriladi va o'sha qon to'qimani ezib qo'yadi. Ishemikda bo'lsa, miyani to'qimalariga qon tomiri bekilib qolgani hisobiga yaxshi qon yetib kelmaydi. Bu ham qon aylanishini buzilishidan kelib chiqadi. Masalan, pnevmoniyani olib qaraydigan bo'lsangiz ham, o'pkada dimlanish, ya'ni sirkulyatsiya yaxshi bo'lmagani hisobiga u yerda ikkilamchi infeksiya tushadi, uni ko'payishiga sharoit bo'ladi va yog'iga keyin pnevmoniya rivojlanib ketadi. Ya'ni tegini olib qaraydigan bo'lsak, o'sha hamma kasallikni, ya'ni somatik kasalliklarni aytamiz, tegida qon aylanishini buzilishi yotadi. Uni tegida bo'lsa asab yotadi. Stress natijasida. Stress natijasida har kunlik asab buzarliklar natijasida bo'ladi bu narsa. Demak, bizning ichki organlarimizga shu asab buzilishi natijasida ichki organlarimizga shu narsalar joylashadi desak bo'ladimi? Xo'p. Visceral terapiya bu yo'nalishda qanaqa yordam bera oladi shunda? Visceral terapiya teskari ta'sir qiladi. Teskari ta'sir qiladi deganda o'sha birinchi bo'lib diagnostika qilinadi. Konsultatsiya jarayonida diagnostika qilinadi. Ya'ni qorin bo'shlig'ini har bitta ichki organni har bitta qismi palpatsiya qilib ko'riladi. Palpatsiya qilib, ya'ni teginib ko'riladi. Ushlab ko'riladi. Ushlab ko'rilganda u yerda spazm aniqlansa yoki og'riq aniqlanadigan bo'lsa, o'sha joy bilan ishlanadi. Ya'ni qon aylanishi tiklanadi. Qon aylanishi, limfa drenaj tiklanadi. Shuni hisobiga ichki organ o'zini funksiyasini avvalgidek bajarish boshlaydi. Ya'ni u yoqqa avvalgidek qon kelish boshlaydi va organizm o'zini o'zi qayta tiklash boshlaydi. Buning uchun hech qanaqa dori yoki boshqa qanaqadir bir lecheniya turlari kerak bo'lmaydi. Faqatgina ichki organlarni holatini yaxshilash orqali, qon aylanishini tiklash orqali kasalliklardan tuzalsa bo'ladi. Demak, visceral massaj terapiyasi orqali ham xuddi shu deyarli o'sha ichki organlarni kasalliklariga davo topish imkoniyati bor. Demak, qaysi kasalliklar asosan aynan visceral massaj terapiyasi orqali davolanadi? Surunkali kasalliklarni nazarda tutsak bo'ladi bu yerda. Masalan, migrenni olib qaraydigan bo'lsak, oddiy migren. Bosh og'rig'i-ku. Bosh og'rig'i. Masalan, migren boshda bezovta qiladi. Bu o'zi tegini olib qaraganda nevrologik kasallikka kirmaydi. Ya'ni migren asosan ko'pincha holatlarda o't qopini yoki siydik-ayrish sistemasining kasalligi. Qanaqa aloqasi bor bir-biriga? Agar Xitoy tabobatini olib qaraydigan bo'lsangiz, o't qopi kanali to'g'ridan to'g'ri oyoqdan chiqib, ya'ni o't qopi ustidan o'tib bosh miyaga keladi va oxiriga tugaydigan nuqtasi bu ko'z shu zonasida tugaydi. Ya'ni migrenda bo'lsa, asosan boshni bir yoqdan oladi. Mana shu zonada, masalan, qayoq tomon, o'ncha farqi yo'q. Qaysi meridian bloklanishiga qarab turib, o'sha tomonda og'riq paydo bo'ladi. Bunga bo'lsa visceral terapiya o't qopi spazmini olish orqali, yetish orqali o't qopi meridianni blok ochiladi va shuni hisobiga bosh og'riq momentalniy, ya'ni o'sha joyi o'zi qolish boshlaydi. Ya'ni bu metodikani bitta nima desa bo'ladi? Minusi bor. Hazil qilib aytganda bu narsa juda ham tez ta'sir qiladi. Hozirgi kungacha migreni davolash uchun borgan nevropatologlarga borgan bemorlar shunda noto'g'ri davolash usulini qo'llashgan. Ya'ni noto'g'ri emas, simptomatik davo bo'lgan. Demak sabablarni o'zi. Ya'ni og'riq qoldiruvchi asosan hisobiga vaqtincha bosilib turgan va qanchadir muddat o'tgandan keyin u yana og'riq boshlangan va shuning uchun ham yilda bir marta bo'lmasam 2 marta lecheniya olib turiladi bunaqa bemorlarda. Lekin bizning yo'nalishimiz bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, agar uni sababini biz topa olsak, ya'ni o't qopi hisobiga berayotgan bo'lsa yoki
qovuqni hisobiga berayotgan bo'lsa, masalan, Xitoy tabobatida mochevой puzir, ya'ni ruscha qilib aytadigan bo'lsa, mochevой puzir yoki siydik pufagi desa bo'ladi. Siydik pufagini meridianni ko'radigan bo'lsak, oyog'ini jimjilog'idan boshlanib, orqa tomondan mana shundoq ko'z ichigacha keladi. Ko'pchilik bemorlar og'riqni qatdan kelayotganini qo'lligi bilan ko'rsatib, даже chizib berishadi, xuddi rasmdagiga o'xshab. Mana shundoq kelyapti deyishadi. O'sha meridianni holatini tekshiradigan bo'lsak, bizda shunaqa tekshiradigan apparatlarimiz bor. Tekshirganimizda o'sha meridianni bloklanganini ko'ramiz va rasmini ularga bemorlarga ko'rsatadigan bo'lsak, birga bir rasmdagi bilan bir xil mana shu yo'nalish bo'yicha og'riq kelyapti deb aytishadi va undan tashqari ya'ni bu bosh og'rig'idan tashqari ularda bo'lib o'tadigan yana qo'shimcha simptomlari bor-da. O'sha simptomlari ham birga bir to'g'ri keladi. Shuni hisobiga keyin o'sha qorin bo'shlig'idagi o'sha organni spazmini olinadi. Tekshiradigan bo'lsak, o'sha joyda ham bloklangan joyda ham spazm bo'ladi. Bu spazmni yechish orqali biz blokni ochamiz. Va bemorda bir necha yillik, hattoki 30 yillik bosh og'riqlari ham o'z-o'zidan qolish boshlaydi. Demak, bundan kelib chiqadiki, siz qon tomir yo'llarini qisilib qolgan, bekilib qolgan yo'llarini ochish orqali ularni kasalliklarga shifo topasiz. Faqatgina qon tomir emas, ya'ni u yerda shu ichki organlarning muskullarida spazm ketadi va biz to'g'ridan-to'g'ri ham qon tomiriga, ham nervga ta'sir qilamiz, ham meridianlarga, ya'ni energetik kanallar deydi, o'sha energetik kanallarga ta'sir qilamiz. Ha, tushunarli. Demak, vestibulyar terapiyasi orqali migrenni davolasa bo'ladi. Yana qanaqa kasalliklarni davolasa bo'ladi? Men sizga bitta misol qilib aytaman. Mana shu meni o'zimni kuzatishlarim bo'yicha 70% taxminan bel og'riydigan bemorlar aslida siydik yo'llari yoki buyrak og'riyotgan bo'ladi. Demak, bel og'rig'i emas. Yo'q, bel og'rig'i emas. Ya'ni bel og'riydi. Bizning mana ko'pchilik bemorlar qilinadigan ishi bel og'rib qoladi. Bel og'rigandan keyin travmatologga yoki nevropatologga boriladi. Birinchi murojaat qiladigan shifokorlar. Ya'ni birinchi bo'lib yuboradigan joy MRTga. Ya'ni bel sohasida MRT qilinadi. Magnit rezonansniy tomografiya deyiladi. Ya'ni o'sha MRT qilinganda belda yo protruziya chiqadi, yo grizani boshlang'ich qismi, yoki umuman hech narsa chiqmasligi ham mumkin. Bel toza, lekin og'riq bor. Shuni hisobiga protruziya ham bor va shuning hisobiga belim og'riyapti deyishadi. Pochkani, buyrakni tekshirib ko'riladigan bo'lsa, buyrakda hamma analizlar yaxshi chiqadi. O'zi qilinganda ham yoki boshqa qon analizlari ham, siydikni o'zini umumiy tahlilini ham topshiradigan bo'lsak, normada chiqadi, bir yetarli bir narsa chiqmaydi. Grija bo'lsa ko'pincha belgi bermaydi. Agar grija chiqqan bo'lsa ham ko'pincha oyoqning orqa tomonidan, sonning orqa qismi bilan og'riq beradi. Bel og'riydigan insonlar bo'lsa, u ko'pincha yo buyragi yoki siydik kanal uretra deydi. O'sha uretrada spazm bo'lib qolgani hisobiga har doim bel og'riqlari bo'ladi. Ayniqsa ertalab turganda beli qotib turishi boshlaydi. Yoki bitta joyda uzoq tura olmaydi. O'tirganda ham to'g'ri o'tirish imkoni bo'lmaydi. U yoqqa yonboshlab o'tirish boshlaydi. Va undan tashqari siydik yo'llari kasalliklari uchrab turadi, tez tissitli bo'lib turadi, shamollashli bo'lib turadi. Borib tovonda og'riq paydo bo'lish boshlaydi yoki tizzada og'riq paydo bo'lish boshlaydi. Ya'ni bu holatda agar bel og'rig'i bilan shikoyat qilayotgan bemorlar bo'lsa, birinchi bo'lib biz shu siydik yo'llarini va buyragini ko'ramiz. Agar buyragida spazm bo'ladigan bo'lsa, o'sha spazmni yechish orqali bir necha yillik, kerak bo'lsa 10 yillik spazm bo'lsa ham, ya'ni og'riq bo'lsa ham, spazm yechilgandan keyin o'tib ketadi. Demak, buyrakni ichki organlari, ya'ni qorin bo'shlig'i orqali ta'sir o'tkazasiz. O'sha bosish orqali. To'g'ri tushundimmi? Shunaqa. U orqada joylashgan bo'lsa ham, unga qanaqa ta'sir o'tkazish mumkin?
ya'ni qorin bo'shliq orqali kirib borsa bo'ladi pochkagacha. Bemalol uni ushlab ko'rsangiz bo'ladi va holatini aniqlab turib spazmini yechsangiz bo'ladi. Bu kasalliklar qatorasiga reservadan keyingi holatda ham o'sha buyrakka bo'ladimi? Keservadan keyingi holatda faqatgina bir 3-4 oy o'tgandan keyingina visceral terapiya qilsa bo'ladi. Ungacha tavsiya qilmaymiz, chunki choklari bitib olishi kerak bo'ladi. Umuman o'sha yaqindagina tug'ilgan ayollarga demak bu protsedurani, bu davolash usulini faqatgina 3 oydan keyingina ruxsat bera oladi. Kamida 3 oy vaqt o'tishi kerak oradan, chunki o'sha choklari o'zini o'rniga tushib bitib olgan bo'lishi kerak, yaxshi bitib olgan bo'lishi kerak. Ko'pchilik ayollar tug'ilgan paytimda periduralka olganman deydi. O'shandan keyin og'riq paydo bo'lib qolgan deb aytishadi. Va og'riqni o'sha olgan ukolligiga bog'lashadi periduralka. Juda ham ko'pchilik shunaqa hisoblaydi. Aslida u yerda undan emas, ya'ni buyrakni hisobiga, buyrakdagi spazm hisobiga bo'ladi bu og'riqlar. Chunki bizda juda ko'p bunaqa bemorlarimiz bo'lgan, haligacha ham kelishadi. Keyin tushunib aytishadiki, bu periduralkadan emas, pochka bezida qilib o'zini og'rig'ini berayotgan. Ya'ni pochkani o'zi og'rimaydi, belga beradi. Shuning uchun ko'pchilik belim og'riyapti deb o'ylaydi. Bildirilgan fikrlaringiz natijasida buyrakni simptomlar, ya'ni qaysidir bezovta qilayotganligi to'g'risida hech qanday signallari bo'lmas ekan. Shu rostdan ham to'g'rimi? Signal, ya'ni pochkani o'zi jim ishlaydigan organlardan bittasi-da, uncha-munchaga bezovta qilmaydi. Faqatgina belga og'riq beradi. Belni pastki qismiga og'riq berishi mumkin. Ba'zi bir ayollarda kamroq uchraydi, erkaklarda ham bu narsa ko'proq terlash beradi. O'z-o'zidan terlab ketish, o'tirgan joyida ko'p terlab ketadi yoki ertalab uyqudan turganda bo'yin, bosh sohalarida ko'p terlash bilan uyg'onadi. Terlash. Sal harakat qilganda terlash kuchayib ketadi. Yana buni ham ko'rish kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib pochkani holatini ko'rish kerak bo'ladi. Chunki buyrak organizmdan ortiqcha suvni siydik orqali chiqarib tashlamagandan keyin unga teri yordamga keladi, ter bo'lib chiqishni boshlaydi. Demak, sanab o'tamiz. Visceral terapiyasi orqali migren, bel og'riqlarini, yurak qon tomir kasalliklarini davolash mumkin ekan. Bundan tashqari to'ldiramiz. Bundan tashqari o'tqop kasalliklarini, ya'ni o'tqopda kuchli spazm berib qolish natijasida ya'ni ovqat hazm qilish bilan bog'liq har xil kasalliklar yoki oshqozondagi yara kasalliklari. Oshqozonda nimaga yara paydo bo'ladi? Chunki oshqozonda qon aylanishi buzilgan, spazm bo'lgan. Shu spazm hisobiga, qon aylanishi buzilgan hisobiga ichki shilliq pardada yemirilish ketadi. Shuni hisobiga gastrit paydo bo'ladi, shuni hisobiga yara kasalliklari kelib chiqadi. Ya'ni u yerda birinchi bo'lib qon aylanishi buzilgan bo'ladi. Nimani hisobiga? Chunki spazm bo'lgan. Spazm nimani hisobigaligini unisini konsultatsiya jarayonida aniqlanadi. Deyarli 95% holatlarda bu stress bilan bog'liq dedingiz suhbatimiz boshida. Ko'p holatlarda stress bilan. Ya'ni mana Qur'onda ham aytilgan-ku, ya'ni 3 kundan ortiq xafa bo'lish harom deyilgan. Ya'ni odam bir narsadan siqildimi, juda ham qattiq siqilib olish ham mumkin emas, juda ham qattiq xursand bo'lib ketish ham mumkin emas-da. Ya'ni juda ham qattiq siqilganda organizmning immun tizimiga ta'sir qiladi, to'g'ridan to'g'ri nerv sistemasiga, qon tomirlariga ta'sir qiladi va bu narsa uzoq muddat bo'ladigan bo'lsa, organizm bu narsani ko'tara olmaydi. Ko'tara olmagan hisobiga ichki organlarda har xil kasalliklar kelib chiqadi keyin. O'shaning uchun ham rus tilida bir gap bor. Непрощенные обиды вызывают рак deydi. Ya'ni kechirilmagan xafagarchiliklar, ginakudratlar bu rak kasalligini ham chaqirishi mumkin. Tasavvur qiling, masalan, shu yerdan uyingizga ketyapsiz. Peshkom, ya'ni piyoda ketyapsiz. Yo'lingizdan uchragan toshni, mayda-mayda toshlarni olib ketyapsiz-da. Ya'ni cho'mchagingizga soldingiz, sumkangizga soldingiz.
ma'lum bir muddat ozgina vaqt yurganingizdan keyin to'xtaysiz. Ya'ni to'xtaysiz, sababi og'irlashib ketasiz. Ya'ni hayot yo'lida ham ketyapsizmi, har xil insonlar bilan muloqot qilasiz, har xil vaziyatlarga duch kelasiz. Hammasidan yoki ko'pidan siz xafa bo'lib o'zingizga olib shu narsani ichingizga yutib yuraversangiz, u bir joyingizdan qaynab chiqadi. Ya'ni bir ish bo'ldimi, shu narsani shunaqa bo'lishi kerak ekan. Deb shunga ko'nish kerak va shunga shukr qilish kerak. Bundan ham yomon bo'lmaganligi uchun. Hamma narsa nimaga bunaqa bo'ldi, nimaga menda bunaqa bo'lishi kerak, nimaga imenda men degan shunaqa savollar ko'payib ichingizga yutaveradigan bo'lsangiz, bu narsani sizda har xil o'sha o't tosh kasalliklari rivojlanishi mumkin, o'sma kasalliklari rivojlanishi mumkin, yurak qon tomir kasalliklari rivojlanishi mumkin. Ya'ni gina qudrati bor, xafagarchiligi, abidasi bor odamlar birinchi bo'lib o'ziga ziyon qiladi. Ya'ni birovlarga emas, o'ziga ziyon qiladi, o'zini sog'lig'iga ketadi birinchi o'rinda. O'shaning uchun ham 3 kundan ortiq xafa bo'lish harom deyilgani bu menimcha shuning uchun ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Juda ham yaxshi. Umuman olganda bu davolash usulingiz visceral terapiya og'riqli jarayonmi? Visceral terapiya og'riq, endi agar har xil inson bo'ladi. Og'riqni sezadigan insonlar bo'ladi, chувствительный deydi. Og'riqni kamroq sezadigan insonlar bo'ladi. Ya'ni hamma bemalol yotadi u yerda. Ya'ni og'riqni ko'tara oladigan darajada bosiladi. Unaqa qattiq ichki organga zarar berib qo'yadigan darajada bosilmaydi. Ya'ni hamma o'sha narsani, ya'ni hammani holatidan kelib chiqib turib, O'shanga qarab ichki turib. organlarni точный massajı siz bo'ladi. Shunga qarab turib bosiladi. Demak, kimlargadir og'riqli, Ha. kimlargadir o qadar ta'sir ko'rsatmaydi. Xo'p, bu davolash usuli orqali butunlay kasallikdan xalos bo'lish mumkinmi? Mumkin. Endi qaysi kasallikniga qarab. Mana shunaqa kasalliklar bor, u yerda masalan, dori-darmon tuzatmaydi uni yoki qanaqadir bir terapiya tuzatmaydi. Masalan aytaman, ishemik kasalliklar, yurakni qon tomir ishemik kasalliklari bor. Bu joyda men hech kimga dori-darmon tavsiya qilmagan bo'lardim. Dori-darmon tavsiya qilsangiz bo'ladi, qachonki kritik holatlarda, ya'ni shuni tavsiya qilmasangiz bo'lmaydi. Ya'ni shuni ichmasa hozir bo'lmaydi. Lekin shu yurak qon tomir kasalliklari, ishemik kasalliklar rivojlanyaptimi, u joyda birinchi bo'lib o'zgartiradigan narsa odamni o'zini turmush tarzini o'zgartirish kerak. Ya'ni o'tirib oldin bir inson o'ylash kerak, nimaga men shu kasallikka kelyapman? Ya'ni uni sabablari ko'p. Masalan, har kunlik stressdan bo'lishi mumkin, kam harakatlikdan bo'lishi mumkin, noto'g'ri ovqatlanayotgandir balkim, yoki вредный привычка deydi, ya'ni yomon zararli odatlari bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni oldin aniqlab olish kerak va o'sha narsalardan voz kechish kerak bo'ladi. Ya'ni shu yurishi uni, shu bemorni shunaqangi hayot, turmush tarzi shuni shu kasallikka olib kelyaptimi? Demak, uni bu yo'ldan boshqa yo'lga o'tkazish kerak bo'ladi. Uni odam o'zi tushunib yetishi kerak bo'ladi. Shuni yetib turib o'zi boshqa yo'lga o'tadigan bo'lsa, ya'ni to'g'ri ovqatlanadigan bo'lsa, stress kamaytiradigan bo'lsa va вредный привычкаlarni yo'qotadigan bo'lsa, undan tashqari vaqtida uxlaydigan bo'lsa, kam harakatlikni yo'qotadigan bo'lsa, bu o'sha sog'ayishga qarab ketadi. Masalan, yurish bergan effektni, natijani boshqa hech qaysi dori-darmondan ola olmaysiz. Qanaqa zo'r dori ichsiz ham yurish bergan effektni bermaydi. Masalan-da. O'shaning uchun ham turmush tarzini o'zgartirmagungacha insonlar o'zini, ya'ni doktorlar 10% holatda yordam berishi mumkin, to'g'ri направление, to'g'ri yo'nalish ko'rsatib borishi mumkin, lekin doktor xudo emas, tuzatib qo'yadigan o'zi-o'zidan. Sababini qiladi, faqatgina shuni sababini o'rgatadi bemorga. Shuni hisobiga agar u bemor shunga quloq solib shuni qiladigan bo'lsa, keyin to'g'ri yaxshi tomonga qarab yurishni boshlaydi. Demak, bemorni o'zi tuzalishga ahd qilmagunicha uni hech qanday shifokor davolay olmaydi deb hisoblaysiz. O'zi avvallari biror bir joyimiz og'risa, haqiqatdan birinchi
o'sha diagnoz tashxis qo'yish uchun shifokorlar o'sha qorin bo'shlig'imizni bosish orqali Shunaqa. diagnoz qo'yishardi, tashxis qo'yishardi. Nima uchun shu vaqtgacha qaysi mana shu yo'nalishni rivojlanmagan deb hisoblaysiz? Endi bu zamonaviy meditsinani kuchayib ketganligi va o'sha laboratoriya instrumental tekshiruvlarni borgan sari kuchayib ketayotganligini natijasida menimcha bu ozgina unutilgan metodika deb hisoblasak bo'ladi. Siz aytgandek haqiqatda o'sha oldingi vrachlarni ko'radigan bo'lsak, birinchi bo'lib shu yotqizib qorinni palpatsiya qilib tekshirishgan. Tomog'ingiz og'rib borgan bo'lsa ham birinchi bo'lib qoringizni ko'rishgan, chunki tomoq og'rig'i asosan yog'inchakni hisobiga, o'sha ichaklarni funksiyasini buzilishini hisobiga kelib chiqadi. O'zi bundoq olib qaraydigan bo'lsak, endi hozir shu laboratoriya instrumental tekshiruvlar kuchayib ketgani hisobiga asosan shu analizlar bilan ishlanyapti asosan. Birinchi shu yo'nalishni ixtiro qilgan ustozingiz Agulov qaysi voqelik natijasida bu yo'nalishni top olganlar? Yani birinchi bo'lib ular o'zlarida effektini ko'rganlar. Ularning ham ustozlari bo'lgan. Ya'ni o'zlarida bir shunaqangi muammo bo'lib qolgan va shu metodika orqali o'zlari davo topganlaridan keyin shunga qiziqib qolib, bu narsani rivojlantirishga qaror qilganlar va shunga erishdilar. Hozir shu bo'yicha bir nechta davlatlarda bir mingdan oshiq shogirdlari bor bu bo'yicha. O'zbekistonda biz ishlayapmiz hozir. Doktor Burxonov bemorlarini tashxis qo'yish jarayonlari haqida ma'lumot berib o'tsangiz, nimalardan foydalanasiz? Tashxis qo'yganda bizda ko'pincha bemorning shikoyatidan kelib chiqiladi va habitus deydi, bemorning tashqi ko'rinishdan, tashqi belgilar. Analizda ko'pincha holatlar adashishi mumkin, chunki u yerda человеческий faktor deydi, uchinchi odam rol o'ynaydi. Analizda noto'g'ri topshirgan bo'lishi mumkin, noto'g'ri tekshirilgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun analizdagi ham laboratoriya instrumental analizdagi ham jo'natamiz. Ularni ham tekshiramiz, lekin birinchi o'ringa qo'yadiganimiz bu bemor o'zini aytayotgan shikoyati, belgilari, yuzni ko'rinishi, tilla holati, teri tanani, barmoqlarni, kaftlarini ko'rinishi va o'zimizda tekshiruv apparatlarimiz bor. Ya'ni energetik kanallarni holatdan aniqlaydigan o'sha Xitoy tabobati bo'yicha meridianlarni holatini aniqlaydigan apparatimiz bor. Undan tashqari odamdan tarqalayotgan nur, ya'ni biopoliyasini holatiga qarab turib tashxis qo'yadigan apparatlarimiz bor. Shular bu yordamchi apparatlar bular. Shularga qarab turib va yana boshqa tekshiruvlar, ya'ni laboratoriya tekshiruvlar kerak bo'lsa, ularni ham diagnostika qilayotganda qo'llaymiz. Demak, u noodatiy. Qolganlarni boshqa shifokorlarga qaraganda, ya'ni o'zimizda yana boshqa qo'shimcha apparatlar bor. Shular orqali va visceral terapiya yo'nalishi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, ichki organlarni har bitta ichki organni har bitta zonasini o'zini ya'ni palpatsiya qilib ushlab ko'rib, shunga qarab bemor shikoyatiga qarab turib yana tashxis qo'yamiz. Demak, bizlarning tashxislarimiz simptomatik tashxis bo'lmaydi. Boshqa shifokorlarnikiga o'xshamagan tashxislar bo'ladi. Ya'ni kasallikni sababini aytamiz, qayerdan kelayotganini, qaysi kanal bloklanayotganini va shuni hisobiga qanaqa belgilar bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy organizmdagi meridian, 12 ta meridian bo'lsa, o'shandan bitta sidik pufagina meridiani bloklanishi qanaqa simptomlar beradi? Sidik pufagina meridiani bloklanishi sistitdan boshlanadi. Ya'ni qo'riqni shamollashidan boshlanadi. Sidik ushlab tura olmaslik bo'lishi mumkin yoki zadержка deydi, ruscha qilib aytadigan bo'lsak, sidik tutib qolishi. Shunaqa o'zbekchasiga. Beldagi og'riqlar
yoki jinsiy organlarda har xil og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Bo'g'imlarda, har bitta oyoqni bo'g'imida og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Bel sohasida protruzia, grijalar keltirib yoki bo'yinda sheyniy osteoxondroz deydi, ya'ni bo'yin osteoxondrozlari, grijalarni keltirib chiqarishi mumkin. Bosh og'riqlarini, ichki organ kasalliklari yoki quloqda muammolar, quloqda shum, ya'ni shovqinlar paydo bo'lishi, qon bosimini oshishi, qon quyuqlashishi yoki o'pka kasalliklari, bosh og'rig'i, ko'z, ya'ni yoshlanishi mumkin yoki ko'z nurini pasayishi, zreniyaning tushishi. Bitta qovoqni hisobiga mana shuncha kasallik kelib chiqishi mumkin, lekin shuncha kasallikda shuncha shikoyati bor odam deyarli hamma shifokorlarga borib chiqadi. Nevropatologga ham boradi, travmatologga ham boradi. Undan tashqari ichki organ kasalliklari bo'yicha terapevtga borishi mumkin, urologga borishi mumkin. Qisqasi, hammasi simptomatik davo choralarni ko'riladi, lekin oddiy bitta CD-pufagina kanali bloklangan bo'lishi mumkin. Bizda bo'lsa o'sha bloklangan kanalni ochish orqali keyin unga yordam beramiz. Masalan, o't qopi kanali bloklanganida birinchi bo'lib o'ng qo'lg'os sohasida og'riq berishi mumkin. Ya'ni o't qopi meridiani oyoqni 4-barmog'idan boshlanib, oxiri ko'zda tugaydi-da. Ya'ni sochingiz to'kilishi mumkin, bo'g'imlarda qirsillash paydo bo'lishi mumkin. Hattoki erkaklarda prostatit bo'lishi mumkin, ayollarda kasallik, jinsiy kasalliklar, kistalar, miomalar, har xil narsa. Undan tashqari o'sha jigar muammolari bo'lishi mumkin, yurak qon tomir muammolari bo'lishi mumkin. Nima deydi? Buqa. Shitavitka, ya'ni qalqonsimon bez kasalliklari. Qalqonsimon bez kasalliklari rivojlanishi mumkin. Quloqda shovqinlar paydo yoki quloq og'riqlari paydo bo'lishi mumkin, chunki o't qopini, meridianni ko'rsangiz, bir 10 ga yaqin nuqtalari bor, shu quloqning atrofidan o'tgan. Ichaklarda har xil muammolar paydo bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga mana bitta o't qopi meridianni bloklanishi hisobiga shuncha kasallik kelib chiqadi. Bemorlar bo'lsa, shuncha kasallikni sababini bitta o't qopdan ko'rmaydi va bir nechta mutaxassisga borib keladi shu hisobida. Bizda imенно shu narsani aniqlab turib, o'sha meridianni blokini ochish orqali, ya'ni o't qop funksiyasini yaxshilash orqali shuncha shikoyatga biz bitta sababni ko'rsatamiz va o'sha sababni yechimini beramiz. Men masalan bir xil emas, ya'ni ko'p bemorlar kelishadi beldagi shikoyat bilan. Bel og'riydi. Og'riganiga bir necha yillar bo'lib ketgan. Lekin vaqti bilan bu kasallik qo'zib turadi. Sababini hech qayerdan topisha olmagan. Ya'ni 20 yillar, 30 yillar bel og'rib yurgan bemorlar kelishgan. Bel MRT snimka qilinganda bel toza chiqadi, lekin sababini hech qayerdan topisha olmaydi. Ya'ni pochkani, buyrakni tekshirganda ham hammasi yaxshi chiqadi. Belgi berishi mumkin bo'lgan. Lekin bemorlarda bel og'rig'idan tashqari yana bir nechta simptomlar bor. Ya'ni shunga yaqin keladigan simptomlar bor. Va shundan aziyat chekib yurishgan. Demak, bu tajribangizda bo'lgan. Hayot sifatiga juda ham qattiq ta'sir qilgan. Ya'ni bel, masalan, bir joyingiz og'rib tursa, hech narsa yoqmaydi, hech qanaqa ish yoqmaydi. Birov bilan gaplash yoqmaydi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri sizni hayot sifatingizga ta'sir qiladi-da, bir joyingiz og'rib tursa. O'shaning uchun doktorga borishganda doktor hamma narsa snimka normalniy yaxshi chiqqandan keyin, analizda yaxshi chiqqandan keyin nima aytishni ham bilmaydi sababi. Lekin shunaqa bemorlar bizga ko'p kelishadi. O'sha joyda, ya'ni buyrakning holatini yoki ichaklarning holati, masalan, oddiy buyrak va siydik yo'llari qovoq to'g'ridan-to'g'ri belgi beradi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri oyoqqa ham berishi mumkin, tizzaga berishi mumkin, tovonga berishi mumkin-da. Lekin sababini o'tdan qidiriladi. Masalan, piyatishning shporasi, tovon shporasi to'g'ridan-to'g'ri siydik yo'llari bilan pochka bilan bog'liq bo'ladi. Pochkadagi modda almashinuv buzilganligini hisobiga o'tdan
suyak o'sib chiqishni boshlaydi. Lekin shunaqa bemorlar bor, shundan bir necha yillar davomida aziyat chekib kelishadi. Hamma lecheniani qilib ko'rishgan. O'sha gormon terapiya ham qilingan, UVT qilingan, udarno terapiya deydi. Rengen terapiya qilishgan. Lekin u yana qayta o'sib chiqaveradi. Sababi u inson shu paytgacha pochkasi bilan shug'ullanmagan, pochkani funksiyasini yaxshilamagan. Macho'q uzr, ya'ni CD kifoyaga kanalini ochmagan. Ya'ni CD kifoyadagi spazmni yechmagan. Shuni hisobiga unda постоянно og'riq beraveradi tovonda. O'sha beldagi og'riqlar. Yillar davomida, ya'ni og'ir ko'tara olmaydigan bo'lib qolgan. Undan tashqari ko'p terlashi bor. Egilsa beli qotib qoladi. Ertalab turganda bel og'rig'i bilan uyg'onadi. Ya'ni shu belgilar bilan bir necha yillardan beri yuradi, lekin doktorga borsa, doktorda buni sababini, javobini topa olmagan. Bizga bo'lsa, imенно shunaqa bemorlar kelishadi. O'sha bemorlarni bir hafta 10 kun uzog'i, ya'ni holatdan kelib chiqib turib, unda ham davolasak bo'ladi. Chunki analizlarda, apparatlarda ko'rsatmagan, laboratoriya instrumental tekshiruvlarda chiqmagan, ya'ni o'zgarishlar bizada aniqlanadi. Ya'ni bizani tekshiradigan apparatlarimizda va o'sha visceral terapiya qilganimizda, ya'ni qorinni bosib ko'rganimizda aynan o'sha organlarida spazm kelib chiqadi. O'sha spazmni yechganimiz hisobiga bemorlarning o'zi o'sha kuni yoki ertasi kunidan hatto o'zgarishlarni o'zligidagi bo'lgan o'zgarishlarni aytib kelishadi. Ya'ni yaxshi tomonga bo'lgan o'zgarishlarni, ya'ni shuncha yildan beri qiynalib yurishganligini va necha marta bir necha xil analizlar topshirib, u analizlarda yaxshi chiqqanini aytishadi. Masalan, o'zi qilgan necha marta o'zi qildirganman, shu narsa bilinmagan, ko'rinmagan. Chunki o'zi ham, MRT ham yoki boshqa qon analizlari ham hech qaysi spazm bor yo'qligini aytib bera olmaydi ichki organlarda. Ya'ni aniqlik darajasi past degan bo'ladi. O'sha spazm bor yo'qligini aytib bera olmagandan keyin bu hali bir kasallik degani emas. Ichki organ qattiq bir spazm holatiga tushib qolgandan keyin o'sha belga, oyoqqa yoki boshqa organlarga og'riq berib yuradi. Masalan, ko'p kelishadi bunaqa bemorlarimizni, ayniqsa boshdagi og'riqlar bilan. Boshdagi og'riq sababini nechta joydan qidirganmiz deyshadi, bormagan odamimiz qolmagan, lekin oddiygina sababi uni pochkadan chiqib keladi, buyrakdan. Buyrakning holatini yaxshilagan hisobiga boshdagi og'riq qoladi o'z-o'zidan. Tibbiyotda shu siz aytayotgan meridianlar ilmiy tasdiqlanganmi? Xitoy tabobati, ya'ni Vostochniy meditsina, Sharq tabobatida tasdiqlangan bu narsa. Lekin g'arb meditsinasiga, zamonaviy meditsinaga kirmaydi bu. Bu Sharq tabobati yo'nalishi. Va uni aynan meridian haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz, buni oddiy uy sharoitida bir inson sifatida, как bemor sifatida o'zimiz ham shu yo'nalishlarni topa olamizmi? Yo'q. Buning uchun ilm kerak bo'ladi. Shu yo'nalish bo'yicha o'qigan, ilmi bor odam kerak bo'ladi. Va o'sha shu Sharq tabobati bilan shug'ullanadigan shifokorlarga borib murojaat qilish kerak bo'ladi. Ularning aytganini qilish kerak. Uy sharoitida bu narsani qilish imkonsiz. Bo'ldi. Demak, biz hozir aynan sizni Instagram sahifangizga kelgan juda ham ko'p kuzatuvchilaringiz va qaysidir ma'noda bemorlaringiz tomonidan berilgan savollarni bersak sizga. Tayyormisiz? Tayyorman. Kuzatuvchilaringizdan kelgan savollarning birinchisi bilan tanishtirib o'taman. Assalomu alaykum. O'zi anchadan beri CD yo'lim shamollab yurardi. Dorilar ichdim. 2 yil bo'ldi. Bel og'riydi. Dumbadan sal yuqori va qo'l bo'g'imlari og'riydi. Shuni tekshirib davolasa bo'ladimi? Va chap qovurg'a usti pastida og'riqlarim bor. Buni davolashdan oldin diagnostika qilinadi. Ya'ni o'sha boyagi aytgan usullarimiz yordamida diagnostika qilsa bo'ladi. Va agar bularda sidik yo'llari shamollashi tez bo'layotgan bo'lsa, demak, katta ehtimol bilan shu sidik kifoyaga kanalida spazm, ya'ni blok bor, shu hisobiga sidik kifogada spazm. Ya'ni
spazm bo'lgandan keyin qo'riqda u yerda qon aylanish buziladi va ikkilamchi infeksiya tushgandan keyin ko'payishga sharoit bo'ladi va o'sha infeksiya tushib bakterial infeksiya bo'lsa o'sha bakteriya rivojlangani hisobiga keyin u yerda vоспаление, ya'ni yallig'lanish kelib chiqadi. Yallig'lanish kelib chiqqandan keyin keyingi belgilar yuzaga keladi. Buni davolash uchun birinchi bo'lib diagnostika qilinadi. Agar diagnostikada shu spazm aniqlanadigan bo'lsa, birinchi o'rinda spazm yechiladi qo'riqdagi. Ana undan keyin holatdan kelib chiqib turib, qanaqadir bir tabiiy dori-darmonlar buyursak bo'ladi. Lekin qo'riqni o'zidan o'zi spazmga tushishi kamdan kam holatlarda bo'ladi. U yerda birinchi bo'lib ichaklar bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni ingichka ichak, yo'g'on ichakni holatini ko'riladi. Chunki 90% immunitet ichakda shakllanadi. O'shaning uchun ichakni holati bizga muhim. Ikkinchi savol. Assalomu alaykum. Men Nukusdanman. Yoshim 50 da. O't pufagim yaxshi ishlamaydi. Ovqatim hazm bo'lmaydi. Oshqozonimni og'ritadi. Iltimos menga tashxis qo'yib bera olasizmi? Pochkalari ham og'rigan ekan. Oldindan rahmat. Ko'rmasdan turib tashxis qo'yish qiyin. Ya'ni bemor oldin o'zini ko'rishimiz kerak bo'ladi va diagnostika qilishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin oxirida tashxis qo'yib berishimiz mumkin. Demak, sizni ko'rikka kelishlari kerak bo'ladi. Ya'ni bu aytayotgan shikoyatlari bilan tashxis qo'yishni o'zi xato bo'ladi. Assalomu alaykum. Zinda muolajasi haqida ma'lumot bering, iltimos. Men konsultatsiyaga borganimda sizga yozda igloterapiya oling degandingiz. Hozirgi kunda igloterapiyani kam klinikalar qilar ekan. Zinda apparatida shu igloterapiya funksiyasi bormikan? Shu haqida so'ramoqchi edim. Zinda muolajasi bu Xitoy, ya'ni sharq tabobatiga asoslangan energetik bloklarni yechish orqali bemorlarga shifo beradigan apparat. Bu agar yaxshi mutaxassis, biladigan mutaxassis bo'lsa, olganlari yaxshi. Agar uy sharoitida o'zlari qilmoqchi bo'lsalar, unda tavsiya bermayman. Keyingi savol. Siz visteral massaj terapiyadan tashqari dorilar ham tavsiya qilasizmi? Qilamiz. Zarurat bo'lsagina, ya'ni visteral terapiyadan keyin, tugatganimizdan keyin ham shikoyat saqlanib turgan bo'lsa, ana unda tavsiya qilamiz. Ko'pincha holatlarda bir 80-90% holatlarda visteral terapiyadan keyin bemorlarda shikoyat qolmaydi. Shuning uchun ham ortiqcha dori-darmon tavsiya qilmaymiz. Ya'ni dori-darmon tavsiya qilganimizda ham iloji boricha tabiiy bo'lgan, giyohlardan tayyorlangan, o'sha giyohlarning ekstraktidan tayyorlangan dori-darmonlar tavsiya qilishimiz mumkin. Kimikal dori-darmonlardan uzoqlashamiz. Xo'p, buqoq qalqonsimon bez kasalligi haqida hozir eng ko'p shu kasallik-ku, menda ham shu masala, shu haqida videolaringiz yo'q ekan. Shuni tushuntirib bering, iltimos. Meniki 3 sm-ga yaqin buqoq tuguni. Buni davolasa bo'ladimi? Davolasa bo'ladi. Bitta narsani tushunish kerak. Odam organizmda avtonomni, ya'ni bitta o'zi alohida ishlaydigan organning o'zi yo'q-da. Hamma organ bir-biriga bog'liq. Ya'ni buqoqni davolayman, siz birinchi bo'lib jigar o'tqopni davolash kerak bo'ladi. Oshqozonni davolash kerak bo'ladi. Ichaklarning holatini yaxshilash kerak bo'ladi yoki buyrakning funksiyasini yaxshilash kerak bo'ladi. Ana undan keyin buqoqda o'zgarish, ya'ni qalqonsimon bezda o'zgarish ketadi. Ya'ni bitta organ yoki men o'zim alohida qolganlardan alohida ishlayman degan. Har doim bu zanjirga o'xshagan, bitta o'rtadagi sippochkasi uzilib qoladigan bo'lsa, qolgani ishdan chiqqandek. O'shaning uchun masalan bir shifokorga boryapsizmi, umumiy kartinkani ko'radigan shifokorga borish kerak sizni. Agar faqatgina o'sha organni o'zi bilan shug'ullanadigan bo'lsa, biyodagi organlar qolib ketayotgan bo'lsa, demak, undan natija olishingiz sal qiyinroq bo'ladi. Chunki
shu boyagi aytganimizdek umumiy organizmni sog'lomlashtirsak agar qolgan ichki organlarda ham o'zgarish ketadida. Zo'r. Sizni tekshiruvingizda diagnostika qilganingizda infarkt va insultga moyillik bo'lsa chiqadimi? Ha, chiqadi. Uni har xil tekshiruvlari bor. Ya'ni infarkt va insultga moyillik birinchi bo'lib o'sha ichaklardan boshlanadi. Chunki ichakni davolamasdan turib yurakni davolash qiyin bo'ladi. Ayniqsa ingichka ichakni meridiani Xitoy tabobati bo'yicha jimjiloqdan boshlanadi. Qo'lni jimjiloq ichki qismi va tashqi qismida bittasi yurakka, ichki qismi, tashqi qismi ingichka ichakka javob beradi. Ya'ni shundan ham bilsangiz bo'ladi, ichak bilan yurakni meridiani bitta barmoqda joylashgani uchun ham birinchi bo'lib ichakni davolamasdan turib yurakdagi ishemik kasalliklarni davololmaysiz. Agar yurakda har xil aritmiyalar paydo bo'layotgan bo'lsa, ya'ni ritm buzilishlari bilan bog'liq kasalliklar bo'lsa, bunda birinchi bo'lib chap pochkani, buyrakni funksiyasini yaxshilash kerak bo'ladi. Oldin tekshirish kerak baribir. Shunga qarab turib davolasa bo'ladi. Yurakni o'zini kasalligi agar bu tug'ma nuqson bo'lmaydigan bo'lsa, o'zini kasalligi deyarli bo'lmaydi. Uni ichki organlar masalan buyrakni meridiani, chap buyrakni meridiani to'g'ridan-to'g'ri yurakning ustiga kelib to'xtaydi. O'ng buyrakni meridiani bo'lsa, o'pkani ustida to'xtaydi. Chap buyrakda qanaqadir bir spazm bo'ladigan bo'lsa yoki bloklangan bo'lsa meridiani to'g'ridan-to'g'ri yurakda aritmiyalar paydo bo'lishi boshlaydi yoki taxikardiya rivojlanadi, yurak tez-tez urishi. Yoki brazikardiya rivojlanishi mumkin. Sekin urishi, kam urishi yurakdan yoki ora-orada yurak to'xtab urayotgandek yoki aritmiyalarning ham ikki xil turi bo'ladi. Hayotga xavf soladigan, hayotga xavf solmaydigan turlari bo'ladi. Shuning uchun birinchi bo'lib shuni ko'riladi. Bu agar pochkani buyrakni hisobiga bo'lgan bo'lsa, buyrakni davolasangiz, yurakni ritmi tiklanadi. Agar unda ishemik kasalliklar rivojlanayotgan bo'lsa, qon tomirlarida ichakni davolamasdan turib, o'tqopni davolamasdan turib, yurakning ishemik kasalligini davololmaysiz. Unda bora-bora stent qo'ydirishgacha boradi yoki infarktgacha boradi. Oxiri aorta koronar shuntlash amaliyoti o'riladi. Ya'ni ko'krak qafasini kesib turib, unda tomir almashtirish operatsiyasi. Oyoqdan tomir olib turib, yurakka qo'yish operatsiyasigacha boradi. Shuning uchun birinchi bo'lib ichakning funksiyasini yaxshilash kerak bo'ladi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Mana shunday jarrohlik amaliyotlari amalga oshirilgan bemorlarda visceral terapiya, massajni ta'siri bo'ladimi agar ushbu shifoni olsa? Bo'ladi. Holatdan kelib chiqib ko'riladi. Agar qorin bo'shlig'ida operatsiyalar qilingan bemorlar bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan qilish mumkin. Uni ham individual, hammani o'zining holatidan kelib chiqib turib, demak, olsa bo'ladi va uni natijasi bo'ladi. Natijasi beixtiyor. Aterosklerozmi? Nima deydi? Aterosklerozmi? Ateroskleroz kasalligi haqida gapirib bering. Uni davosi bormi? Operatsiyasiz imkoni bormi? Bor, uni ko'rish kerak va bu quloqdagi jarayon bo'ladi. Ya'ni o'sha boyaga aytganimizdek, agar bunda quloqni yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, bu pochkaga o'xshaydi. Ya'ni buyrakka o'xshaydi, ko'rinishi. Loviyasimon shaklda bo'ladi. Ya'ni buyrakni funksiyasini buzilishini hisobiga ham quloqda har xil o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Og'riqlar yoki shovqinlar, quloq kasalliklari rivojlanadi. Va o'sha boyaga aytganimiz o't qopi meridiani bloklanishining hisobiga ham quloq kasalligi rivojlanadi. Mana shu hattoki ingichka ichakni funksiyasi yaxshi ishlamaganligi hisobiga quloqda karlik rivojlanishi ham mumkin. O'shaning uchun oldin ichki organlarning holatini ko'riladi. Ichki organlar funksiyasi yaxshilangandan keyin quloqda o'zgarish ketadi. O'shaning uchun birinchi bo'lib diagnostika qilish kerak bo'ladi ichki organlar. Ha, visceral massaj terapiyani o'zi qaysidir bir
srok godnosti deydimi? Bormi? Ya'ni uni qaysidir vaqtgacha ta'sir qiladi va undan keyin ta'sir qilmaslik ehtimoli bormi? Va qanchada siz oldingizga kelishi Yo'q, bir yilda bir marta tekshirib turishni maslahat beramiz. Lekin ko'p bemorlarimiz bir yilda bir marta olmaydi bu protsedurani. Masalan 5 yil oldin boshlagan bo'lsak, hali ikkinchi marta bemorlarimiz har yil kelib ko'rinib turishadi. Ya'ni bu ham odamning ruhiy holatiga bog'liqda. Agar ruhiy holati har kunlik stress o'sha davom etayotgan bo'lsa, bu qaytalanishi mumkin. Lekin ko'pincha bu 5-10 yilgacha yetadigan muolaja hisoblanadi. Yilda 1-2 kun olishni tavsiya qilamiz. 1-2 ta protsedura olishni tavsiya qilamiz. Sababi ichki organlarni shu qonlanishini yaxshilab, ichaklarning funksiyasini yaxshilash maqsadida. Assalomu alaykum. Erimni sal mazalari yo'q. 39 yoshlar, o'pkada limfalar shishgan deyishdi shifokorlar. O'pka sohasida og'riq, nafas qisishi va ko'p terlash. Biz Buxorodan edik. Shu kasallikni davolash imkoni bormi? Endi bu kasallikni diagnostika qilmasdan bir narsa deyish qiyin. Ya'ni bemor o'zi bilan oldin gaplashish kerak bo'ladi, analizlarni ko'rish kerak. Agar o'zimizni diagnostikani yana bir ko'rish kerak, undan keyin bir javob eta olamiz. Lekin o'pka kasalliklari o'sha bu yerda birinchi boyaga aytganimizdek 10 buyrakni ko'rishimiz kerak va undan oldin o'tkazgan kasalliklarni bilishimiz kerak o'pkada va o'sha o'pkani meridianini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shunga qarab turib keyin bir oxirgi xulosani berishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Uyqusizlikni davolaysizmi? Ko'pincha holatlarda bizda uyqusizlik o'sha jigar kasalliklari bilan yoki oshqozon osti bezi kasalligi bilan birga keladi. Chunki oshqozon osti bezi meridianini ko'radigan bo'lsak, o'tdagi simptomlarda o'sha uyqusizlik birinchi o'rinda turadi. Ishtahani yo'qolishi, uyqusizlik, ko'ngil aynishi yoki ich ketishi, ich qotishi shunga o'xshagan belgilar bilan birga keladi va jigar ham bunga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi uyquga. Mana shu jigar bilan oshqozon osti bezining funksiyasini yaxshilash orqali ko'p bemorlarimiz bir necha yildan beri uxlolmayotgan bemorlarimiz bor. O'sha protsedurani o'zida, jarayonni o'zida uxlab qolishadi. Chunki ichki organlardagi qattiq bo'lib qolgan spazm qo'yib yuborgani hisobiga nervlar bo'shashadi. Shu hisobiga ko'pchilikda uyqu kelishni boshlaydi. Assalomu alaykum. Pochkani uy sharoitida qanaqa qilib tozalasa bo'ladi? Yallig'lanishlardan. Masalan, men ko'p sistit bo'ladi va qichishish bo'ladi ko'pincha deb savol beribdilar. Buyrakni ya'ni shamollashini, yallig'lanishini olish uy sharoitida yordam qilsangiz bo'ladi. Agar o'ta spazm bo'ladigan bo'lsa, bu ham baribir davomiy qilish kerak bo'ladi bu narsani. Vaqtincha ta'sir qiladigan lecheniya bo'ladi bu ham. Uy sharoitida har xil giyohlar bor, damlamalar bor. Masalan, ramashka, oddiy aptechniy ramashka, o'shani narmatekka aralashtirib qo'shib ichib yursa ham vaspaleniyaga yaxshi ta'sir qiladi. Mana shu buyrakida siydik yo'llarida shikoyati bor odamlar yoki hattoki o'zi sezmaydigan odamlarniki ertalab ayniqsa qo'lda shish bilan uyg'onadi. Qo'l oxirigacha bukilmaydi, tarang turadi. Uzugi sig'may qolishi mumkin o'zi qiladigan insonlarda. Shu bilan birga yuzda, ko'z atrofi, mana shu qovoqlar atrofida ayniqsa atyoq deydi, ya'ni shishlar paydo bo'ladi. Mana shu buyrak yetishmovchiligini birinchi belgilaridan ham bo'ladi. Kechga borib oyog'i shishishi mumkin. Ikkita oyoqda shishlar paydo bo'lishi mumkin. Oyoq kiyimi siqishni boshlaydi. Shundan bilib olsa bo'ladi. Ya'ni uni masalan diagnostika qilganda hech narsa aniqlanmasligi ham mumkin. Instrumental tekshiruvlarda, laborator tekshiruvlarda hech narsa aniqlanmasligi ham mumkin. Bu hali bir kasallik degani emas, lekin buyrakni funksiyasini pasayishi desa bo'ladi. Buni diagnostika qilishi bitta yo'li. Ya'ni qizil lo'ligini olinadi, bitta katta qizil lo'ligini olib, qaynatib
shuni salat ko'rinishidami yoki o'zinimi yeb ko'rsa bo'ladi. Ya'ni 70 kiloli odamda 150-200 gram qaynatilgan lo'ligini yeganda agar peshob, ya'ni sidikni rangi o'zgarayotgan bo'lsa, shundan bilsa bo'ladi, buyrakning funksiyasi yaxshi ishlamayotganligini. Nimaga aytyapmiz? Biz ham bu narsaga boshida shifokor bo'lib turib sal ishonishimiz qiyin bo'lgan, o'qiyotgan paytimizda. Lekin keyin bemorlarni ko'rib shu narsaga o'zimiz ham kelganmiz, ya'ni ishonganmiz. Chunki ko'p bemorlarimiz shu tekshiruvni qilib keladi va bizga yetmaydi. Bizdagi visceral terapiyani olib bo'lgandan keyin, lecheniyadan keyin yana xuddi shu tekshiruvni boshqatdan tekshirib ko'rishadi. Boshida qip-qizil peshob kelgan bo'lsa, keyin umuman rangi o'zgarmagandan keyin kelib aytishadi. Haqiqatda to'g'ri aytgan ekansiz. Menda hozir endi mana shikoyatim yo'qolgandan keyin peshobimda ham rangi o'zgarmayapti. Qanday bo'lsa shunday kelyapti deb aytishadi. Sinkada ham shunaqami? Sinkada ham shunaqami? Sinkanikini bilmayman. Ana shu ko'kdori, metillatsinmi? Uni bilmayman, lekin qizil lo'ligida shunaqa bo'ladi. Ya'ni rang o'zgarishi kerak emas normada. Kimdadir rozvoy holatga kiradi, oq pushti rangga, kimdadir qizil, kimdir to'q qizil rangga kiradi. Shunga qarab turib ham bilmasangiz bo'ladi, pochkani qay darajada ishlayotganini. Shu o'rinda savol tug'iladi. Demak, qorin bo'shlig'ini o'sha davolash asnosida jinsiy organlarga ham ta'sir o'tkazish mumkinmi? Mumkin. Bizda ko'p bo'lgan bunaqa bir necha yildan beri farzand ko'rolmayotgan insonlar, ya'ni ularga eko taklif qilingan va bizda muolaja olgandan keyin farzandli bo'lib ketishgan ko'pchiligi bor bunaqa bemorlarda. Ayniqsa bu masalan ayollarda bachadonda kuchli spazm hisobiga bo'lishi mumkin yoki ichaklarning funksiyasi yaxshi ishlamayotgani hisobidan yoki erkaklarda buyrakning funksiyasi, ya'ni buyrakda kuchli spazm borligini hisobiga impotensiya kelib chiqadi. Slabiy почки, slabiy orgazm deydi ruslar, shunga o'shanga o'xshab siydik yo'llarini, siydik pufagini davolamasdan turib ularda impotensiyani davolash qiyinda, ya'ni urug' soni ham pasayib ketadi. Bizning lecheniyamizdan keyin ayniqsa yaqinda ham bir bemor bo'ldilar, 5 ta seans olgandan keyin 0% chiqqan bo'lgan, ya'ni spermatozoidlarning harakatchanligi 0 ga teng bo'lgan, birdaniga 78% gacha ko'tarilgan. Ya'ni organizmga bir xalaqit turgan ichki organlarda spazm bor. O'sha spazmni yechganingizdan keyin o'z-o'zidan organizm o'zini o'zi tiklaydi. Ya'ni orqaga qaytmas jarayonlar rivojlanib qolmagan bo'lsa, organizm o'zini o'zi tiklash xususiyati bor. Shu narsani biz qilib bera olamiz. Assalomu alaykum. Suyak yemirilishini davolay olasizmi? Menda tez suyaklar yemirilishi deb tashxis qo'yishdi. Suyak yemirilishi ayniqsa pandemiyadan keyin rivojlanib ketdi. Juda ko'p kasallarda, bemorlarda. Suyak yemirilishi, ya'ni muammo gap suyakda emasda. U yerda holat ko'riladi. Birinchi o'rinda ichakning funksiyasi ko'riladi. Va organizmdagi kalsiy almashinuvini 10 pochkaga javob beradi. Unga o'shaning uchun ham 10 pochkaning funksiyasini yaxshilash kerak bo'ladi. Bo'g'imlardagi suyuqlik bor-ku, sinovial suyuqlik deydi. Bo'g'im xaltachasida joylashgan. Unga o'tqop to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor, ya'ni o'tqop funksiyasi. O'tqopning funksiyasini yaxshilamasdan turib, o'sha bo'g'im suyuqliklarini, ya'ni bo'g'im kasalliklarini davolash qiyin. Ya'ni ichki organlar, o'tqopni, ichaklarni, jigar yoki pochkani funksiyasini yaxshilamasdan turib, suyak kasalliklarini davolash qiyin. Imkonsiz ham bo'ladi. O'shaning uchun birinchi bo'lib ichki organlarni ko'rish kerak va suyak yemirilishi bo'lsa, u qaysi darajada turibdi? Birinchi, ikkinchi, 4 ta darajasi bor uni. Agar boshlang'ich darajalari bo'lsa, uni davolash imkoni bor, lekin oxirgi darajalar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qaysi suyak ham ko'riladi. Darajasiga kelib chiqib davolasa bo'ladi. Agar o'tkazib yuborilgan bo'lsa, orqaga qaytmas jarayonlar rivojlanib qolgan bo'lsa, bu yerda endi qaraladigan joylari ko'pda, ya'ni yosh bemor yoshi, holati,
analizlari qanaqa, ichki organlarni holati qanaqa, o'sha suyak emilishini darajasi qanaqa, shunga qarab turib tekshirsa yoki davolasa bo'ladi. O'zi muborak Ramazon oyida musulmon xalqimiz ro'za tutamiz, ya'ni nechadir soat vaqt mobaynida ochlikni boshimizdan o'tkazamiz. Savol shundan iboratki, nima uchun Ramazon oyi tugashi bilan odatiy kunga o'tganida xalqimiz juda ko'p organlari bezovta qilishni boshlaydi. Asosan bu albatta oshqozon ichak kasalliklari bilan bog'liq. Biz o'zi ya'ni ro'zani ham noto'g'ri tutamizda. Nima uchun? Noto'g'ri tutamiz degani, ertalab saharligi ham to'yib ovqat yeyiladi, kechqurun iftorlikka ham oshqozonga sig'maydigan darajada ko'p ovqat yeyiladi. Birdaniga bir necha xil ovqatlarni nima desa bo'ladi? Och qolgan. Palapartish ovqat yeyiladi. Shuni hisobiga ko'pchilik qanaqa ro'za tutishimizni bilmaymiz-da. Organizmga foyda beramiz deb zarar berib qo'yamiz. Ayniqsa masalan iftorliklarga boradigan bo'lsak ham ko'p joyda bir ikki xil ovqat emas, bir 8 xil ovqat kiradi-da. Ya'ni o'sha ovqatlarni birdaniga och qoringa tushishi natijasida organizm qiynaladi bo'lgan sari va keyinchalik o'zini asoratini beradi. O'shaning uchun ham birinchi bo'lib ro'za tutayotganda ro'za tutish qonun qoidasimi yoki madaniyati deydi, u narsani oldin bilishimiz kerak. Shunga qarab turib organizmga zarar qilmaydigan yengil taomlardan va ko'p bo'lmagan miqdorda yeyishimiz kerak bo'ladi. Va hozir kasalliklarning nimaga turi ko'payib ketyapti deydigan bo'lsak ham, bunga endi bir nechta faktorlar bor. Ulardan bittasi shu noto'g'ri ovqatlanish va ovqatni turi ko'payib ketgan. Ya'ni birdaniga bir necha xil ovqat organizmga tushgandan keyin u hammasi har xil vaqtda hazm bo'ladi-da. Masalan, go'sht hazm bo'lishi umuman boshqacha, uglevodniki umuman boshqacha. Ya'ni o'shanga ichki organlarda zboy ketadi, qo'polib aytganda, ruscha qilib aytadigan bo'lsak. O'shaning uchun ham organizmda har xil kasalliklarning rivojlanishi ko'payib ketyapti. Demak, iloji boricha bir xil ovqat va ovqat bilan birga suv yoki choy ichmaslik kerak bo'ladi. Chunki agar siz ovqat bilan birga suv ichadigan yoki bizning o'zbek xalqida ko'pincha choy ichiladi, choy ichadigan bo'lsangiz, so'lak bezlari ishlash to'xtaydi. Ovqatni birinchi bo'lib hazm qiladigan. O't qopidan safro chiqishi to'xtaydi. Oshqozonning o'zini so'klari bor, ya'ni suyuqligi bor, u ya'ni konsentratsiyasi tushib ketadi-da. Shuni hisobiga oshqozon qo'ldan kelgancha harakat qiladi maydalashga va surib ichakka o'tkazib yuboradi-da. To'g'ri ovqatlanish degani ovqatlanishdan oldin 15-20 daqiqa oldin iliq suv ichish va ovqatlanayotgan paytda agar u suyuq ovqat bo'ladigan bo'lsa 1 soatgacha, quyuq ovqat bo'ladigan bo'lsa 2 soatgacha iloji boricha suv yoki choy shunga o'xshash suyuqliklarni ichmaslik kerak. Agar shuni qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz kuzatasiz, o'zingizda ovqatingiz tez hazm bo'lganini, qorningizdan bo'lmayotganini, yengil yurganingizni va ozayotganingizni his qilishni boshlaysiz. Ya'ni mana shu noto'g'ri ovqatlanishimiz hisobiga ham keyinchalik ro'zadan keyin har xil shu ichak bilan bog'liq kasalliklar rivojlanishni boshlaydi. Demak, noto'g'ri ovqatlanish hisobiga. Noto'g'ri vaqtda noto'g'ri yeyishimiz hisobiga. Ro'zamiz tugagandan keyin palapartish yeymiz-da, shu uchun demoqchisiz. Assalomu alaykum, doktor Burxonov. Menda kechqurun oyoq tagi qizib, uxlolmayman. Jirovoy gipotozdan bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Oyoqni tagi qizishi ko'pincha jigarda vaspaleniya ketayotganini bildiradi, ya'ni yallig'lanish jarayoni ketayotganini bildiradi. Shuni hisobiga ham kun sovuq paytda ham oynani ochib qo'yib yuradigan insonlar bor-da uyda. Ya'ni qizib ketaveradi birdaniga. Bu bo'lsa jigar kasali. Qizib ketish ham, sovib ketish ham o'zi jigar kasalligi. Agar jigarda qon aylanish buzilgan bo'lsa, ko'pincha oyoq qo'l muzda yuradi. Chunki pechin deydi ruslar, pechin so'zi pechka so'zidan olingan. 60% issiqlikni organizmda jigar ta'minlaydi, 40% qon ta'minlaydi. Jigar bu bizani qo'pol aytganda kotyolmizda, pechkamiz. Organizmda eng issiq bo'ladigan organ 38 gradus bo'lishi kerak bo'lgan organ bu o'sha jigar bo'ladi. Shuni hisobiga, ya'ni jigarda vaspaleniya hisobiga ko'pincha oyog'ning tagida qizish, xuddi oyog'im yonayotgandek hissiyot bo'lyapti deyishadi va sovuq kunda ham oyoqni ochib yurishadi, ya'ni nasib kiymasdan yoki oyog'ini ochib uyda ham o'sha holatlar bo'ladi. Bu bo'lsa shu jigarni funksiyasini buzishi.
Va uni davolasa bo'ladimi? davolasa bo'ladi. O't qopim shamollagan, yaqinda o'ziga tushdim. Surunkali xolestistit. Qaysi mutaxassisga uchrashim kerak? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Gastroenterolog yoki gepatolog bilan maslahat qilgan holatda yoki terapevt ko'riladi. Bu o't qop bilan terapevt ham shug'ullanadi. Qaysi mutaxassis ularga ma'qul keladigan bo'lsa, shu uchrashib. Menga keling demaysizmi? Nega? O't qopi bilan bog'liq muammosi bor-ku. O'zimga nima qilaman kesin? O'zim boshqa savol bering. Shu joylarni qo'yasiz nima? Assalomu alaykum doktor. Menda ichki ketishi 2 yildan beri qiynaydi. Faqat dori iste'mol qilib yuraman. Sulfasalin, trimitat, linikis, ciprofloxacin, livim, Renger, laktat, osma ukol olaman. 2 yil ichida 5 marta davolandim. Natija yo'q. Kolonoskopiya, orqa peshob qon analizlarim bor. Shunga qarab davolandim, lekin natija yo'q. Doktor, yordamingiz kerak. Bu qanday kasallik? Ko'rish kerak bo'ladi. Sindrom раздражённой kishki degan diagnoz bor. Ya'ni ichaklarni spazmga tushib qolishini hisobiga panos deydi, ya'ni ichi ketar bo'lib qoladi inson. Ko'pincha ovqat yeyishi bilan o'sha hojatxonaga borish kerak bo'ladi. Ko'p joyda mana shu uzoq yo'lga yurganda ham xayolida qayerda hojatxona borish ham mo'ljallab yuradi-da. Mehmondorchilikka ham borishga qo'rqib turadi, chunki ichaklaridagi spazm hisobiga to'g'ri ichakka o'xshab qoladi odam. Yeyishi bilan hojatga borish kerak bo'ladi. Ayniqsa bir o'ziga yoqmaydigan, organizmga yoqmaydigan mahsulot yeb qo'yadigan bo'lsa, 2-3 qayta boradi-da. Ya'ni halovati buziladi bunaqa insonlarning. Buni davolasa bo'ladi, imkoni bor. Ya'ni birinchi bo'lib o'tda o'sha oshqozon osti bezini va ichaklarning funksiyasini ko'rish kerak bo'ladi. Ya'ni diagnostika qilgan paytimizda uni to'lig'icha batafsil yoritib bersak bo'ladi o'ziga. O't qopimda toshim bor, ichki va tashqi gemoroyim bor. Yoshim 31 da. Tabiiy yo'l bilan davolasa bo'ladimi? Bo'ladi. Gemoroyi o'zi sababi ko'pincha holatlarda jigardan bo'ladi. Agar o't qopida tosh bo'lsa, demak, jigarda dimlanishlar bor. O't yo'llarining hisobiga jigar dimlangan va jigardagi dimlanish hisobiga pastdan kelayotgan venalarda ham dimlanish bo'ladi. Shuning hisobiga gemoroy chiqqan bo'ladi. Va bu joyda yana bir ko'rish kerak bo'lgan narsa siydik pufagini holatini ko'rish kerak. O'sha siydik pufagida spazm bo'lgani hisobiga ham ko'pincha gemoroy ham kelib chiqadi. Lekin bularning aytishlari bo'yicha bu jigar funksiyasi, ya'ni jigarda dimlanish ketayotganini bildiradi. U narsani bo'lsa eshitgan hissa bo'ladi. Yana bir joyini aytib o'tganlar, o't qopim yaxshi ishlamaydi. Qornimdan bo'ladi, og'zimda shilimshiq doimiy, so'lagim. Nima dori ichsam bo'ladi? Dori ichishdan oldin tekshirish kerak bo'ladi bularni. Ya'ni diagnostika qilish kerak. Undan keyin nimadir dorini tavsiya qilishimiz mumkin. Birinchi soniga doktor Burxonov YouTube kanali uchun maxsus birinchi soniga o'ylaymizki, keragicha yetarlicha ma'lumot bera oldik. Rahmat kattakon sizga. Yana ko'rishamiz. Ko'rishguncha.